Shayton yo'ldan urganmi bilmadim. Qo'limdagi pichoq unga kirib ketgan. Eng yopiq loyihalardan birini suratga olamiz. Qamoqxona qanday ishlaydi? 23 yildan beri ishlayapmiz shu sohada, aynan qamoqxonalarda. 23 yildan beri. Ayollar bilan erkaklarning koloniyasida nima farq bor? Hammasiga rejim talab bir xil. Qizlarning rejimi yengilroq emasmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Kirganingizdan keyin bizning o'sha yashash sahnimiz boshlanadi. Bu yerda hammasi bor, narkotik ham bor, 97 odam joniga qasd qilish. Azizga haq yetib keldik biz. Xalq tili bilan aytiladigan toshtirma. Tushunchim bo'yicha intizomiy bo'lim kamerasi. Bu izolyatormi? 18 yildan beri shu qamoqxonada ishlaysiz. Bir marta bo'lsa ham kimdir qochishga uringanmi? Do'stlar, menimcha O'zbekiston tarixida birinchi bor va meni YouTube kanalimda eng yopiq loyihalardan birini suratga olamiz. Qamoqxona qanday ishlaydi? Bu loyihada qamoqxona qanday ishlashini, odamlar bu yerda qanday yashashini, qanday jazoni ijro etilishini sizlarga eksklyuziv ko'rsatib beramiz. Bizga xos женский ayollar koloniyasiga kelganmiz. Mana tanishinglar, Aziz aka, o'zingizni qisqa tanishtirib bersangiz. Assalomu alaykum. Salom. Xush kelibsiz. Men Jazoni ijro departamenti tarbiyaviy ishlarni tashkil etish boshqarmasi boshlig'i, ya'ni bevosita mahkumlarni ijtimoiylashuvini ta'minlash, mahkumlar bilan ishlash masalasi bilan shug'ullanadigan boshqarma faoliyatini tashkil etaman. Respublika bo'yicha shu qamoqlarga qarash to'g'rimi? Erkak, ayol hammasiga. Shunday. Hozir bizni qisqa tanishtirib chiqsangiz. Jazoni ijro etish departamenti birinchi mintaqaviy hududga qarashli Zangata tumanida joylashgan 21-sonli Jazoni ijro etish koloniyasi, ya'ni ayollar koloniyasida turibmiz hozir. Bilishim bo'yicha ayollar koloniyasi O'zbekistonda bitta. To'g'ri, Jazoni ijro etish departamentida ayollar saqlanadigan muassasalarimiz 6 ta. Faqatgina yopiq turdagi muassasalar, ya'ni Jazoni ijro etish koloniyalari bo'yicha bitta yopiq turdagi koloniya, 21-sonli koloniya bu shu. Boshqalarda erkak kishilar bilan ayol kishilar aralashib o'tiradi. Bu yerda faqat ayollar koloniyasi. Qisqa ma'lumot bersang, mana qamoqlar bo'yicha o'zi nechta qamoq bor, qanaqa o'zi mana shu iyerarxiyasi, strukturasini qisqa tushuntirib bersangiz. Jazoni ijro etish tizimini strukturasini tushuntirib beradigan bo'lsam, Jazoni ijro etish tizimini eng yuqori strukturasida Jazoni ijro etish departamenti, uni hududlar bo'yicha mintaqaviy muvofiqlashtirish markazlari bor. Ya'ni bizning 6 ta mintaqaviy muvofiqlashtirish markazlari mavjud. Bundan tashqari bizda 49 ta muassasamiz bor. Jazoni ijro etish muassasalari. Har xil turdagi. Jazoni ijro etish muassasalarimizda ham turlarga bo'linadi. Jazoni ijro etish koloniyalari, manzil koloniyalari hamda tergov xonalari. O'zini saqlash sharoiti, tartibi, rejimidan kelib chiqqan holatda farqlanadi. Qamoqxonaning o'zi qanaqa turlari bor? Jazoni ijro etish muassasalarimizda turlari: jazoni ijro etish koloniyalari, tarbiya koloniyalari, manzil koloniyalari, turmalar hamda mahkumlar uchun kasalxonalarga bo'linadi. Bu eng og'ir hisoblanadi ayollarning ichida. Eng og'ir jazo. Yo'q, bunday deyishimiz sal noto'g'ri bo'ladi. Jazoni ijro etish koloniyalari ichida o'sha ayollar saqlanadigan koloniya bitta bo'lganligi uchun bu yerda barcha rejimdagi ayol mahkumalarimiz saqlanadi. Ya'ni muassasalar rejimiga ko'ra umumiy tartibli, qattiq tartibli, maxsus tartibli muassasalarga bo'linadi. Bo'lingan bu ham. Bo'lingan. Odam ketganda mana odam o'ldirib qo'ygan ham, o'g'irlik qilgan ham shu yerda o'tiradi, prosta bo'linadi. Sud jazo tayinlaganda uni sodir etgan jazosini darajasidan kelib chiqib, qilmishini og'irligidan kelib chiqib, uni qaysi turdagi muassasada jazo o'tashini belgilab beradi. Ya'ni bu shaxsga umumiy tartibli deydigan bo'lsa, umumiy tartibli muassasalarimizga, qattiq tartibli bo'ladigan bo'lsa, qattiq tartibli muassasaga, maxsus bo'lsa, maxsus tartibli muassasaga joylashtiriladi. Endi bularni qanaqa farqi bor degan savol tug'iladi. O'zidan odatda mahkumlarga berilgan huquqlardan kelib chiqqan holatda farqlanadi.
yana ularga berilayotgan uchrashuv, telefon so'zlashuvlari, uzoq muddatli uchrashuv, posilka, banderol, yuqlovlardan olish huquqidan kelib chiqib bu farqlanadi. Xullas, bu koloniyami, qamoqxonami? Jazoni ijro etish koloniyasi. Jazoni ijro etish koloniyasida nechta odam o'tiradi? Jazoni ijro etish koloniyasini o'zini belgilangan me'yori bor. Ayollar koloniyamizda 1,5 mingga yaqin ayol mahkumalar jazo muddatini o'tayapti. Bo'ldi. Kirib aylanib chiqamiz. Aylanishdan oldin e'tiboringlarni laylaylarga qaratmoqchiman. Azizki, buni o'zingizlar qo'yganmisizlar yo shunaqa taqdir taqozosi bilan bu yerda laylaylar paydo bo'ldimi? Endi taqdir taqozosi bilan bu ko'p yillardan buyon o'sha laylalarimiz shu yerda uy qurgan. Jazoni ijro etish koloniyasini, ya'ni ayollar koloniyasini rahbarini sizga tanishtirsam, 21-sonli jazoni ijro etish koloniyasini rahbari, boshlig'i podpolkovnik Dijabborova Dilafruz Turdimuratovna ushbu muassasada 2 yildan yaqin bo'lib qoldi rahbarlik qilib kelayotganliklariga. Muassasa bilan bog'liq ayrim jihatlarga Dilafruz opa to'xtalib o'tadilar. Assalomu alaykum deb. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Jahongir? 23 yildan beri ishlayapmiz shu sohada, aynan qamoqxonalarda. 23 yildan beri. Qo'y. 2003-yil yanvar oyida ishga kirganman. 23 yildan beri shu. Faqat qamoqxonada. Faqat qamoqxonada. Faoliyatingiz o'tgan. Faoliyatim. Oilangiz bormi? Bor oila. Bolalaringiz bormi? Bolalarim bor. Qanday? Turmush o'rtog'im bor, 3 ta farzandim bor. Katta farzandim student, 2-kurs, diplomatiya universitetida o'qiydi. Qizim bor 16 yosh, kichik 7 yoshli farzandim bor. Akademiyani tugatgansiz? Xodim bo'lganlar. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini bitirganman. Gap yo'q. Bo'ldi, aylanib chiqamiz unda. Dilafruzova, birinchi savolim tushunishim bo'yicha bu KPP bu yerda ana axrana turibdi. U yerdan kirgandan keyin mana bu katta darvozalar necha metr devorlar bu? 4,5 metrdan devorlarimiz. 4,5 metr. Shu yerdan odamlar kiradi ham, chiqadi ham ozodlikka, to'g'rimi? Shunday. Ayollar bilan erkaklarning koloniyasida nima farq bor? Eng katta farqi. Hamma koloniyamizda buyruq talabi bo'yicha, ichki tartibi bo'yicha u farqi yo'q. Hammasiga rejim talab bir xil. To есть qizlarning rejimi yengilroq emasmi? Yo'q. Ichki tartib qoidasi hammasi uchun bir xil. Bir xil. Bir xil. Koloniyamiz mana birinchi KPPdan kirdingiz. Bu tashqi KPP hisoblanadi. Bu administratsiya shtabimiz. Men kirgandan keyin bizda koloniyada ikkiga bo'lingan. Bu yashash sahnimiz bor bu yerda, ishlab chiqarish sahnimiz bor. Yashash sahnimizga yashaydi, darvozalar yopiladi, ertalab bular 6 da podyum bo'ladi, ertalabdan shu 7:30 dan syom boshlanadi. Mahkumalarimiz hammasi syom orqali ishlab chiqarish sahniga ishga o'tadi. Bular bu yerda birinchi, ikkinchi, agar zakazlarimiz ko'p bo'lsa, 3 ta smenada ham ishlashadi. Bitta aylanib chiqamiz, bu yerda ham, bu yerda ham. Eng qizig'i sizdan ham so'rab qo'ysam bo'lmaydimi? Mana laylaylar qanaqadir znak emasmi? Laylaylarimiz adashmasam bir 10 yildan oshuv bo'ldi bu yerda eng qurganiga. Boshida bitta edi, keyin 2 ta, 3 ta, ichkari hududimizda ham bor. Hozir kirsangiz ko'rasiz. Bu qamoqxonaga o'zi necha yil? Qamoqxonamiz 37-yil tashkil topgan. Yo'q. Oldin bu murskoy koloniya bo'lgan, keyin 2009 bu yoqqa biz ko'chib kelganmiz. Jenskiy koloniya. Ilgari biz shaharda bo'lganmiz, O'zbumda eshitgan bo'lsangiz, 7-koloniya. 2009 o'sha yerga ko'chdi. Ayollar bu O'zbumdagi koloniya bu yerga ko'chgan. Ayollar bizda smeshinniy. Undan oldin ham bu zona bo'lgan. Deyarli 1 asrdan beri shu joyda zona. Xuddi shunday. 37-38-yil tashkil topgan. Laylaylar shu ayollar kelishi bilan keldi do'st. 10 yildan oshdi lekin. Shu har doim so'ragim kelganman, zanjirlardan tok o'tganmi yo'qmi? Yo'q, tok o'tmaydi. Tok yo'q, bu har bitta anaqamizda qo'yilgan, darvozalarimizda, har bitta devorlarida xavfsizlik. Shunchalik mana xavfsizlik bor, u bichimlar o'zi qochishga harakat qilganmi? Yo'q, qamoqxonadan. yo'q. Ayol kishilarning unaqa bo'lmagan. Ana kinolardagi yeri qazib, yo'q, unaqa kelishi planlar qilib. Yo'q, unaqa holatlar bo'lmagan. Побег из тюрьмы degan serial ko'rganmiz. Ko'rganman. Bizda unaqa holatlar bo'lmagan. O'tga boramizmi? Bo'ldi. Yashash sahna, жилая zona. Yashash sahni bizda bu birinchi KPP hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bu yerda har bitta kelgan shaxsimiz uyali aloqa vositalari bo'lsa, hammasi topshiriladi, tintuvdan o'tiriladi. Xodimlar tekshiriladi, keyin ichki hududga kiriladi. Fuqarolar ham xuddi shunaqa uchrashuvga kelganda xuddi shu hududdan kiradi. Har bitta fuqaroni mana bu yoqqa ayollarni alohida tekshiradigan xonamiz to'liq tintuvdan o'tiladi. Olib kelgan u mahsulotlarni mana skaner orqali ko'rib, tekshirib, ya'ni qarindoshlik kelganda ko'rishga shu yerdan kirishadi. Har bitta shaxs shu yerdan kiradi. Bo'ldi, narsalarni topshirib o'tib olamizmi? Yo'q, mana yetish kerak ekan. O'sha aeroportda tekshiriladi, deyarli. Oyoq kiyim o'rtasida temir bor ekan. Plaskostopiyasini, temir bo'ladi-yu.
Shu hozir oyoq kiyimingizni rentgen skaner apparatidan o'tkazdik. Bundan maqsad buni ichida hozir maxsus joylangan, ichida lezgiya tiqilgan. Shu oyoq kiyimi ichida. O'sha oyoq kiyimini tekshirasizlar. Tekshiramiz. Misol uchun mana bu yerda mana giyohvand moddalar bekitilgan, to'g'rimi? Inson tomonidan olib kirilishi mumkin bo'lgan, hiyla bilan olib kirilishi mumkin bo'lgan narsalar bor bu yerda. Misol shamponni ichiga narsa tiqib olib kirish mumkin, telefon, boshqadir. Buni ichida giyohvand modda. Mulya sifatida bizda shu narsalar yasab qo'yilgan. Pulmi mumkin emas? Pul ichkariga umuman qimmatbaho buyumlar, taqinchoqlar bunaqa. Tilla pul mumkin emas o'zingiz bilan olib kirish, ha? Bo'ldi. Bizda uzoq muddatli uchrashuv beriladi-ku. Uchrashuvga o'zi bilan oziq-ovqat mahsuloti 2 kun yashash uchun shu yerda o'zi bilan oziq-ovqat mahsulotlari olib keladi. Hozirgi vaqtda xuddi shu oziq-ovqat mahsulotlarini ichkariga olib kirish mumkin emas. Mana ko'ryapsiz, kun issiq, bu yerda bilib bo'lmaydi. Har xil holat bo'lishi mumkin. Sanitariya to'g'ri kelmaydi, yo bir tez achuvchi, aynuvchi mahsulotlar hisoblanadi. Lekin qishda misol uchun kolbasa, sosisikalarni, tarvuz qovunlarni olib kelsa bo'ladi. Sababi tez yonib bo'lib qolmaydi. Eng muhimi oziq-ovqatlar 2 kunga mo'ljallangan bo'lib olib kelsa bo'ladimi? Bir haftalik, bir oylik olib kelib bo'lmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bizda hozir ichkarida uchrashuvxonani ko'rsataman. Bu yerda asosan ko'pchilik yarim tayyor mahsulotlar olib keladi. Bu yerda hamma sharoitlari bor. Ular o'zi shu yerda pishirib, o'zi shu yerda yeb, ichib, shu bilan qolgan nimasi qolsa yana o'zi bilan olib chiqib ketadi. Bu yerda siz hozir shaxsiy tasdiqlovchi hujjatni taqdim etasiz. Bir martalik ruxsatnoma sizga yozilgan. Buni taqdim etasiz. Telefon apparatlaringiz bo'lsa, hammasini taqdim etasiz. Bu yerda sizni shaxsingizda o'sha shaxsmi, yo'qmi, sizni tekshirib, siz bilan savol-javob qilib, keyin ichkariga kirishga ruxsat berishadi. Ya'ni kimdir yaqin bu yerda bo'lsa, shu protsessdan o'tib, shu yerda ID kartasi bilan telefonni ham tashib ketadi, olib kirib bo'lmaydi. O'zi telefonni iloji boricha fuqarolarga kirsa, uchrashuvga kelganlarga hammasiga ko'chaga tashlab kelinglar deyiladi. Bu yerda endi bir xil xodimlar bo'lishi mumkin, biron bir tashkilotlardan kelgan xodimlar bo'lsa, bu yerga qoldirishadi. Mana. Boshqa taqiqlangan narsalaringiz yo'q? Yo'q. 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 Chiqib ketayotganingizda o'sha A2 deysiz, siz o'sha qo'ygan yacheykangizdan sizga bu yacheyka nomi A2 bo'ldi. Topshirgan narsalaringizni sizga qaytib berishadi chiqqaningizda. Bu yerda mana KPPdan kirganingizda o'sha sizni to'liq tekshiruvdan o'tkazishdi, shaxsingizni tasdiqlashdi. Birinchi endi mana oxirgi eshigimiz 4-eshik. Bu yerda kirganingizdan keyin bizning o'sha yashash sahnimiz boshlanadi. Ya'ni zona deyarli mana bundan boshlanadi. Ha, mana shu eshikdan boshlanadi. Bu eshikni yana bunisini ochganda keyingilarini ochib tursa, keyingisi bu ochilganda ulari ishlamaydi. Hammasi birin-ketin paytapni ishlaydi. Bittada hamma eshik ochilmaydi. Hurmatli polkovnik, koloniya yashashi sahni bo'yicha mas'ul polkovnik Abdullayev. Barcha tadbirlar kun tartibi bo'yicha olib borilmoqda. Sog'-salomat. Xabarlar aytasiz, sizdan bilsangiz. Erkin. Assalomu alaykum. Aytganimizdek, bu navbatchi yordamchi smena boshlig'i hisoblanadi. Bular Qorovul qo'shinlari nazoratchi qizlarimizning boshlig'i hisoblanadi. Xizmatda bular koloniyada olib borayotgan butun ichki xizmatni, mana ruscha aytganda DPNK deyilardi ilgari. Hozir ular nomi o'zgargan. Hozir bular o'sha koloniyani ichki hududni nazoratini tashkil qiladi. Nima qilamiz? Kirib aylanib chiqamiz. Qo'lingizda nechta odam bu yerda ishlaydi? Shu qamoqni boshlig'i sizda. 100 ga yaqin shaxsiy tarkibimiz bor. Harbiy xizmatchi qizlarimiz, nazoratchi qizlarimiz bu yerda xizmat olib boradi. Bular ham sutkichlik xizmatga tushadi. Xodimlarimiz ham ichkari hududga sutkalik xizmatda asosan biz xizmatni tashkil etamiz. Nazoratchi qizlarimiz 15 tadan 20 tagacha tushadi. Shaxsiy tarkib o'zi ham 15 tadan 20 tagacha ichkarida shaxsiy tarkib. Bizda mana bu uchrashuvxonamiz, jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga umumiy tartib rejim berganlarga bizda 1 yilda har 2 oyda bo'ladi uzoq muddatli uchrashuv bor. Qattiq tartiblilarniki 2,5 oyda to'g'ri keladi. Umumiylari'niki 2 oyda bor. Mahkumaning yaqin qarindoshlari, aka, uka, opa, singillari bir kundan 3 kungacha bo'lgan muddatda uchrashuvga kelishadi. Yotib shu yerda uydagilar bilan ko'rishib 2 kun svidaniya qilib ketishadi. U faqat ayol kishilarda shunaqami? Yo'q, hamma koloniyada Jinoyat kodeksi bo'yicha belgilangan. Men prosta so'ramoqchi bo'lgandim, sizdan endi baribir ayol kishisiz-ku, bu yerda faqat ayol kishilar ishlaydi deb o'yladim. Erkak kishilar ham ko'p ekan. Yo'q, erkak kishilar ham bor. Boshqarish qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. To есть ishda qattimsiz.
Har xil holat bo'lishi mumkinda. Ne? Yumshoqlik ham qilib turish kerak, qattiqlik ham qilib turish kerak. Bu mana bizada uzoq muddatli uchrashuv xonamiz. Bugungi kunda hozir 23 ta oila kirgan uchrashuvga. Bularning o'sha yaqin qarindoshlari, bu o'sha bizani yozgi oshxona, boya aytganimdek sizga bu yarim tayyor mahsulotlar olib keladi. Bular bu yerda bemalol o'zlari foydalanib, pishirib, 2 kun shu yerda yashashadi. Ichkarida zimniy oshxonamiz ham bor. Bu tarafda mana bizada 10 ta o'rinli uchrashuv xonamiz, bu yerda 12 ta o'rinli uchrashuv xonamiz bor. Jami 22 o'rinli uchrashuv xonamiz mavjud. 22 ta oila qolib yashab, o'choqlari ham bor, hojatxonasi ham bor, dush, xolodilniklari. Shu yerda shu keyingi savolim kelib chiqyapti. Bu yerda ayol kishilar-yu, ko'plarning farzandlari bor. Ko'rishga shu yerda imkoniyat faqat uzoq muddatli uchrashuvdan foydalanadi. Bizda qisqa muddatli uchrashuvimiz ham bor. Hozir uni keyingi etapda ko'rsataman. U ham 2 oyda bir qisqa muddatli uchrashuv. 2 soatgacha bo'lgan muddatda oyna orqali, telefon orqali bir-biri bilan gaplashishadi. Telefon orqali ham mumkin. Tartiblarni turi ko'p ekan. Shunday. Tushuntirib bersangiz qisqa, kim necha marta yiliga ko'risha oladi? Jazoni ijro etuvchi muassasalarimizda tartib hali aytib o'tganimizdek rejim turiga ko'ra farqlanadi. Umumiy tartibli, qattiq tartibli, maxsus tartibli. Bu ayollar koloniyasida barcha rejimdagi mahkumlar saqlanadi. Ya'ni bu yerdagi rejimda voyaga yetmaganlar ham bor. Umumiy tartibli, qattiq tartibli, maxsus tartibli jazo muddatini o'tashi kerak bo'lgan barcha toifadagi ayol mahkumlarimiz bor. Endi umumiy tartibli koloniyada jazo muddati o'tash belgilangan ayol mahkumalar uchun 1 yilda 6 marta uzoq muddatli uchrashuvdan foydalanishi mumkin. Xuddi shunday qattiq tartibli koloniya bo'ladigan bo'lsa, ular 1 yilda 4 marotaba uchrashishi mumkin bo'ladi o'zining yaqin qarindoshlari bilan. Agar maxsus tartibli beriladigan bo'lsa, 1 yilda 4 marotaba o'zining yaqin qarindoshlari bilan o'sha uzoq muddatli uchrashuvni amalga oshirishlari mumkin. Biz bitta sharoitlarni ko'rib olamizmi? Bo'ldi. Bolalar Bu xonasi. yerda o'sha kelgan yaqin qarindoshlarimiz bilan bu yerda mana televizionka deymizmi? Bu yerda o'sha televizor ko'rdi, bu yerda agar qarindoshlar o'sha bolalari bilan kelsa, bu yerda bolalar xonasi, bolalar o'sha o'zi o'ynab Katta xona значит. Katta xona, bu yerda televizionkasi, boya men bu ichkari tashqi hududda letniy oshxona dedim, bu yerda mana zimniy oshxonasi. Hozir asosan bular endi yoz bo'lgani uchun ko'pchilik mana hozir yozda pishirig'ini qilyapti, atak qishda hamma olib kelgan produktlarni mana shu yerda kuxnyada, umumiy kuxnya. Sharoitlar yomon emas. Men boshqacha o'zimga tasavvur etardim. Dilafruza qarang, bu yerda mana kirdik, spalniga, oilali odamlar yotibdi, onasi bilan, bolalari bilan, kimdirlar nikoh o'tgan, erlari bor, ular qayerda? Bu yoqda bu tarafda ham 10 ta uchrashuv xonamiz bor. Bu yerda o'sha 2 ta xonadan iborat, ichida dush, tualet, hammasi xonalar. Imkoniyati bor, duspalnik, kravatlar ham bor. Kravat hammasi bor. Endi hozir u yerda hammasida odam bor, endi kirish sal kirib o'tirmaymiz, to'g'ri. O'shancha. Bu yerda hozir mana biz kirdik uzoq muddatli uchrashuv xonamiz. Bu yoqda boya aytganimizdek, bularda o'sha 1 yilda 2 marta qisqa muddatli uchrashuv dedim. Telefon orqali so'zlashuv xonamiz bor. Qisqa muddatli uchrashuv qanchalik uzoq davom etadi? 2 soatgacha bo'lgan vaqtda bular telefon orqali mana bu yoqda yo tarafdan eshikdan mahkuma kiradi, bu yoq tarafdan qarindoshlari kiradi. Ular mana telefon orqali bir-biri bilan 2 soatgacha bo'lgan muddatda telefon orqali gaplashishi mumkin. Bu mana kinodek ekanda, haqiqatan. 10 ta kabinkamiz bor. Bitta kirganda 10 ta mahkuma kiradi. Mana biz ham bu umumiy yashash sahni hisoblanadi. Bu yerda bizda 4 ta sektor, mana 4-sektor, 3-sektor, 2-sektor, yoqda 1-sektor. Qanday bo'linadi? Har bitta sektorda mana o'zini alohida darvozalari bor. Bularni kiradigan darvozalari, har bitta sektorda 4 tadan otryad bor. Har bitta otryadda 100 ta, 120 ta mahkuma saqlanadi. Bular jinoyatiga qarab ajralgan bu bo'limlarga? Jinoyatiga biza umumiy tartibli alohida otryad, qattiq tartibli alohida otryad, bizada pensiya yoshda invalid, bizada beremenniy ayollarimiz, homilador ayollarimiz bor. Ularga ham hammasi alohida otryad bo'ladi. Ya'ni qariyalarga va 2 xatligi shu invalidlarga e'tibor boshqacha. Yengilroq desa ham bo'ladi. Yo'q, yengilroq emas, prosta otryadi ularni farq qiladi. Qattiq tartiblilarniki alohida otryad, umumiylarniki alohida otryad. Birinchi marta kelganlarniki o'sha alohida, bir necha marta kelganlarniki ham alohida. Hozir biz uzoq muddatli uchrashuvga kirdik, qisqa muddatli uchrashuv, bularni har oyda berilishi mumkin bo'lgan 10 minglik yaqin qarindoshlariga telefon orqali
so'zlashuvi bor. Biza birinchi marta mahkuma bizaga kelganda, ko'nikma bo'limida saqlanayotganda, o'sha kelganda biza uydagilarga telefon qildiramiz. Что koloniyaga yetib kelganligi to'g'risida, chunki u izolyatorda bo'ladi, hukm qonuniy kuchga kirgandan keyin jazoni ijrochi koloniyasiga keladi. Har oy mumkin bo'lgan bularni 10 minutlik telefon so'zlashuvi bor. Mana bu yerda kabinkalari. Bu yerda xodim mana o'tirib nomerini terib berishadi, arizasiga asosan yaqin qarindoshlariga mahkuma bu yerdan turib telefon orqali 10 minut yaqin qarindoshlari bilan aloqa qiladi. Nima haqida gaplashayotganini xodim eshitadimi? Yo'q, eshitmaydi. Shart emas, a? Yo'q. Yo telefondan o'zida proslушка bo'ladimi? Yo'q, hech qayerda proslушка yo'q. Gaplashaveradi u erkin. Xohlagan narsasi gaplashaveradi. Aytayotganingizdek, birinchi marta shu qamoqqa tushgan odam birinchi kun tushganda yaqinlariga telefon qilishga imkoniyati bor. Men shu yerga o'tirib. Men keldim, koloniyaga keldim deb xabar berishi mumkin. Bu yog'i har oy mumkin bo'lgan по положенности gaplashib ketaveradi. Dilafruza opa, biz ayollar qamoqxonasida biza. Bu sartaroshxonami shunda? Salonmi? Salon, ha. Kirib bitta obzor qilib olamiz. Bu yerda ayollarimiz mana o'ziga go'zallik berib, aro berib, mana parikmaxer qizimiz bor. Ular o'zini bo'sh bo'lgan vaqtida kelib sochini kestirishi mumkin, atrofda sepishi mumkin bo'lgan narsalar bo'yicha. Qoyil. Siz sartaroshsiz-a bu yerda? Ha, men sartarosh bo'lib ishlayman. Ismingiz nima? Mahkuma Davidova Lyudmila Rahimovna O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan 11 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etilganman. Qarzdorligim yo'q, umumiy tartibda. 11 yil 6 oyga bu nima modda? 273 narkotik. Giyohvandlik moddasini sotish, rasprostranять qilish, saqlash, 11 yil saqlash, 11 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etish jazosi berilgan. Yoshingiz nechida? 28. 28. Xullas, shu yerda hobbingiz. Ha. O'zingiz xohlab sartaroshlik qilasiz. Pulgami endi bu pul ishlasa bo'ladimi? Yo'q, pulga emas. Hammasi davlat hisobidan. Ha. Muassasa tomonidan hamma narsamiz mana davlat hisobidan beriladi. Fe'llarimiz, dazmollarimiz, keyin taroqlarimiz. Davlat yopib beradi buni hammasini. Ha, o'zingiz gap yo'q. Qizlar qanaqadir bayram, tug'ilgan kuni bo'lganda keladimi yo'q, qanaqa yoziladi? Endi xohlovchilar ko'pdir. 1,5 ming tayyor kishi bo'lib o'tiradi. Albatta ko'p, ha, xohlovchilar juda ko'p. DPNKamiz orqali mana ruxsat olinadi, keyingina qizlar chiqishadi. Navbatma-navbat. Misol uchun DPNKning xabari bor, kimni chiqardilar, nima qaysi payt kim chiqqan, kimni sochini kesyapman, nima qilyapman, o'shanga qarab keyingi odamni chiqaraveradilar. Kuniga nechta odam qilishingiz mumkin sochini? Kuniga где-то 8 tacha, 9 tacha odamni sochini bemalol qilaman. Bundan ko'p emas, chunki endi bizning ham tartibimiz bor-da, rejimimiz bor, o'shanga qarab biz ham ish qilamiz. Qancha qolgan shu ozodlikka chiqishingizga vaqt? Xo'p, zona qismim 2029-yil tugaydi. Keyin koloniya volyного поселения 2031-yil tugaydi. Общий 2031-yil tugaydi. Ha. Uyga chiqish muddati. Mana bular o'ta og'ir jinoyat sodir qilganlarda birdan 2 qismini o'taganda manzil koloniyaga chiqish muddati to'g'ri keladi. 2 dan 3 qismi manzil koloniyaga chiqqandan keyin yo'dan o'sha 2 dan 3 qismini yana o'ta bo'lgandan keyin axloq tuzatish ishiga, ya'ni uyga chiqish muddati to'g'ri keladi. Borgan sari yengillashib boraveradi oddiy. To'g'ri. Insonparvarlik dalolatnomasi deyiladi. Bu jazo muddatini mana o'ta og'ir jinoyat sodir qilganlarnikini yarim suruvga o'tirsa manzil koloniyaga chiqishadi. Bu birinchi martami ayollar zonasiga tushishingiz? Ha, birinchi marta. Koloniyaga kelishim birinchi marta. Ozodlikka chiqishga otdim. Albatta. Nima ish qilasiz endi? O'ylab qo'ydingizmi, plan qilib qo'ydingizmi bu? Qamalgan paytimda talaba edim, Milliy universitetini geologiya fakultetini talabasi edim. 3-kursga o'tishim kerak edi. To'g'ri, jinoyat qilib qo'ydim, mana qamaldim. Qilgan jinoyatimga jazoimni o'tab ketyapman. Yo'q, men aytayotganim sinib qolmadingizmi ruhiy darsga chiqib, ishlash? Yo'q, sinib qolmadim. Nabarot chiqib, yana ham ko'proq narsaga erishishim kelyapti. Hozir shu yerda желание bor, qilishga, qilgim kelyapti, juda ham nimadir kelyapti xuddi ichimdan, lekin imkoniyat yo'q, chunki men bunaqa joydaman hozir. Конечно же chiqqanimdan keyin farzandim bor. O'g'ilmi, qizmi? O'g'il. O'g'il bor. Ha, farzandim uchun hayotimni yaxshilashga harakat qilaman. Bolamni boshqa bunchalik uzoq muddatga tashlab qo'ymayman. Mayli. Sog' bo'ling, Lyudmila. Rahmat. Hurmatlab qolaman, rahmat. Charchamang. Dilafruza shokma. Salon krasota bor ekan. Bu stolovimi? Stoloy yana nima bor? Joy. Bu yerda kun tartibi bo'yicha har bitta otryadda o'zini chiqadigan muddati bor ovqatlanishga. Obedimiz mana 12:30 da boshlansa, 1:30 gacha obed. Kechki ujinimiz 6 dan 8 gacha ujin. Har bitta kirganda turkum alohida kiradi. Mana bu yoqdan kiradi.
300 ta 350 tagacha bitta vaqtda o'tiradi, ovqatlanadi и naryo eshikdan yana chiqib ketishadi. Xo'p, tushunishim bo'yicha shu yerdagi qizlar ishlaydimi? Bu Kuxnyada? Kuxnyada o'zimizni jazo muddatini o'tayotgan ayollarimiz, povurimiz ham, non tarqatuvchi, kesuvchi, ovqat qiluvchi hammasi o'zimizni mahkumimiz. Assalomu alaykum qizlar. Bu yerda mana bu yoqdan ovqat berishadi. Bu yerda o'zini beradigan mana tarqatuvchi qizlarimiz bor. Kastrulkada ovqatni mana har bitta stolga qo'yiladi. Bitta stolda 10 kishidan o'tiradi. Bu yoqqa qo'yiladi. Hammasi o'zini idishlari bilan keladi. Bitta non, papalosh. Saboy idishini oladi. Ha, o'zi bilan olib kelishadi. Shu yerda ovqatlanib, yana o'zi bilan idishlarini olib ketadi. Endi bu yerda saboy idish degani, bu yerda endi har xil kasallik bo'lishi mumkin-ku, birinikini biriga ishlatib bo'lmaydi. Idishi ham, bularning krushkasi ham, qoshiqlari ham hammasi o'zi bilan. Ovqat ko'rsak bo'ladimi? Bugun nechta ovqat berishadi? Ko'raylik. Endi hozir obed berib bo'lishgan, bugun obedda yeyilgan ovqatimiz. Diyetalar bor ekanmi? Umumiy bor ekan. Diyetadagi o'sha kasallar, gemoglobini tushib ketgan, og'ir kasallarga ularga dietetik ovqatlarimiz alohida beriladi. To'sh bu belgilanadi. Bu belgilanadi. Bizda o'sha sanchas orqali o'sha yoziladi diyet pitaniya. Bu yerda mana non tarqatadigan joyimiz, mana svejiy, kunli svejiy non keladi. Har bittasi. Shu yerdan tarqatiladi. Shu yerdan tarqatiladi. Bitta odamga qancha non? Bitta odamga mana bo'lim o'zi qo'yilgan. Ha, bu bitta odamga. Bitta odamni 200 grammdan. 200 gram bir kunga. 3 mahal. Bir kunda 600 gram. Bu mana bizning tibbiyot bo'limi. Bu yerga kelib mana bu yerda bular o'tirib очередini kutadi. Bu yerda vrachlar назначение qilgan protseduralarni mana bu yoqqa kelib mana anketalarni olishadi bular. Shifokorga kirishadi. Shifokordan kirgandan keyin bu yerda mana stomatolog keladi. Bularni ham bemalol tishini og'risa davolaydi, oladi. Bu yerda mana muolajaxonamizda bular bu yerda hamma ukol dorilarni, protseduralarni masjidda olishadi. Dorilar ta'minotlari hammasi davlat tomonidan ta'minlangan. Assalomu alaykum. Yotoqxonaga keldik. Mana 4-sektor deydi. Bu yerda 3 ta otryad bor. Hozir mana sizni bitta turkumga kirgizdim. Mana bular keladi. Bu yerda bularni oyoq kiyimlari, ishdan kelsa o'sha ish kiyimlarini hozir biz asosan 90% mahkumalarimiz ishda qo'yadi. O'sha banni tapchkalari, xalatlari, kunlik kiyadigan kiyimlarni bu yerga qo'yishadi. Bularni mana kunlik lегкий завтрак choyxonasi. Bu yerda bular o'ziga o'sha kerak paytda o'sha o'zini kuxnya bor, xullas, choy ichsa bo'ladi. Mana bularning yotoqxonasi. Rahbariyatga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yotoqxonasi har bitta otryadda 120 o'rinli yotoqxona mavjud. Bular shu yerda mana yotishadi. Bitta ko'rsa bo'ladimi? Da. Axborotlar soati. Bu mana joy, realniy, shu yerda odamlar yashaydi, qoladi, yillab shu yerda vaqt o'tkazishadi. Xuddi shunday. Ha, mana har bitta o'rindiqda familiya ism bor ekan. Har birini o'zini o'rni belgilangan. Dannelari yozilgan. Har bittasi o'zini otryad anaqasiga kelib yotishadi. Ko'p qog'oz ular ko'ryapman, kitoblar o'qishadimi bu? Ha, bu bibliotekamiz bor. Kitoblardan foydalanadi, olib keladi, o'qishadi. Uyiga xat yozishmalar cheklanmagan. U yerda nima? U yerda kaptyorka deydi bizada. Bularni o'sha shaxsiy buyumlari, o'zlariga tegishli bo'lgan sumka, shaxsiy buyumlari mana shu joyda saqlanadi. Bu yerda ham mana kirganingizda har birini o'zini narsalari bor. Birkasi bo'yicha o'zini yashigi, o'zini buyumlari har biri. Peridacha ham shu yerda saqlanadimi? Ha, olib kelgan har bo'lgan bo'lsa 2 kunlik. Ovqat. Mana napitkalari ham bor, ha? Mana har birini o'zini birkasi yopishtirilgan joyi bor. Tushunarli. Bitta sektorda bu yerda hozir mana 3 ta otryad, boya bitta otryadni ko'rsatdim. Ikkinchi sektorni ko'rsatamiz. Bu ham xuddi shu sektorda, bu keyingi otryad. Yana razdevalka, shu oyoq kiyimlarni qoldirishga tapchkalar. Ularni o'zlarini banniy kuni bor. Ishda bo'lsa kurtka qoldiriladi. Kurtkalari, bu yerda mana hozir mana choyxonasi bularni lyoqqa o'zi tamanda qilib oladigan. Rahbariyatga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu 13. Ha? 13-turkum. Bu 13-turkumda bizda asosan yoshlar 18 yoshdan 30 yoshgacha ikkita sektorimizda ham alohida otryad yosh bo'yicha sektorlar bor. Yoshlar otryadi bu.
18 yoshdan 30 yoshgacha jinoyat sodir qilgan yoshlarimiz bu. Xuddi shunday mana 4-sektorda bitta yoshlar otryadimiz bor, 3-sektorda yana bitta yoshlar otryadimiz bor. Televizor ham bor ekan. Televizor bularni o'sha hozir ma'rifat soati, bular mana televizor ko'rib, ma'rifat soatini shu yerda foydalanishadi. Shunaqa savol, bitaviy konfliktlar bo'lib turadimi? O'zaro urushlar, gap talashish. Bo'lib turadi. Ha? Qattiq ham bo'lib turadimi? Har xil bo'lishi mumkin bo'lsa, sodir qilgan tartibbuzarligi bo'yicha jazo turi bor. То есть izolyator. Izolyator bor, hibs ham bor, uchrashuvdan mahrum qilish jazosi bor, telefon so'zlashuvdan mahrum qilish jazosi bor. Eng og'ir statsiya qanaqa bo'ldi? O'sha Bu yerda hammasi bor. Yoshlar bo'lgan 273 ham bor, narkotik ham bor, 97 odam joniga qasd qilish, o'g'irlik, hammasi ham bor. Azaki bu nima xona? Jahongir aka, har bitta muassasamizda mahkumlarning psixologik holatini yaxshilaydigan xonalar tashkil qilganmiz. Endi adabiy tilda aytadigan bo'lsak, ruhiy yengillashtirish xonalari. Har bitta mahkum muassasaga kirib kelgan paytda bilasiz, jazoni zonaga kirib keldim men degan tushuncha bilan ularda bir qanaqadir stress, qo'rquv bilan paydo bo'ladi. Buni biza muassasada jazo o'tayotgan davri bilan birga uni ruhiy holatini barqaror qilish, stresslarni yengishiga ko'maklashi uchun tayyorlanib chiqamiz. Unda muassasa tashkil qilganmiz. Bu ruhiy yengillashtirish xonamiz. Assalomu alaykum. Bizani muassasani psixologi Nodira Begim. Bu yerda Nodira Begimning vazifasi muassasaga kirib kelgan mahkumlarni psixologik holatini, ulardagi ruhiyatdagi zo'riqishlar bor yoki yo'qligini jazoni o'tash davrida ruhiy holatini, xarakterini aniqlab, ularni psixologik holatini yaxshilashda vazifasini bizning psixologimiz amalga oshiradi. Bu xonamiz o'sha mahkumlarning psixologik testini aniqlash xonamiz. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Bizda jazoni ijro etish tizimida E-mahkum platformasi bor. Ya'ni jazoni ijro etish faoliyati bilan bog'liq barcha jarayonlarni hozir raqamlashtirishda amalga oshiryapmiz. Mana misol uchun psixolog hamma bilan vaqt yetmasa ham bu yerga kelib, sistemadan shu test topshirib, shunday odamda qanaqa ruhiy holatini bilsa bo'ladi. Shunday. Agar ruxsat bersangiz, hozir sizni ham rasmga tushiramizda, sizdagi xarakterda holatni birlamchi jarayonda aniqlash imkoniyatimiz bor. Kameraga qarab turasiz, to'g'ri? Aha, o'sha. Tushdimi? Qanaqadir siz hozir jahldasiz. Salbiy xulq-atvor toifasiga mansub shaxs. Hozir buni charchaganligingiz hisobigami? Asosiy emotsiyalar o'zi shunaqa norozilik. Asosiy emotsiyalar g'azab va norozilik. Nimalardan norozisiz hozir? Ular jinniroqmi? Bu yerda hamma jihatlarni Bu ana emas, yomon odam deganimiz prosta tez qo'zg'aluvchan, harakatchan bo'lsangiz ham shunaqa chiqaradi. Bu jarayonda asosiy emotsiyasi, asab tizimi, xulq-atvori, hamma jihatlarni bu sekin-sekin takomillashtirib borilayotgan. Eng qiziq punkti qaysi bo'tdi? 3 list chiqadi beraman siz haqida. Yo'q, eng qizig'i qaysi o'qib beraman. Xulosamiz. Xulosa, norozilik, salbiy fikrlar bildiradi, faqat bir narsaga yopishib oladi va ishga chuqur yo'nalishga bajarishga kirishadi. Ularga fikrlar kor qilmaydi. O'zini aytganini qiladi. Hukmronlik va boshqaruvga intiladi. Mehnatsevar, konservator, ya'ni eskilik tarafdori, yangiliklarga qiyinchilik bilan moslashadi, mukammallikka intiladi, ishlarni reja asosida va amalga oshiradi, atrofidagi doim kuzatib, ularni sinab ko'radi. Hamma narsani vaqtingizni ham dunyodan olish odatlangan. Ularga xotirjam ravishda yo'q deb javob berish samara beradi. Qo'yil, bitta rasmdan shunchalik aniqlab bera oladimi? Hatto qaysi chiqarilayotgan ma'lumotlar to'g'rimi? To'g'ri. Prachka deydi, mana o'zimizda tilimizda kiyim yuvish xonasi, mana bu zimniy sushilka, naryoqda letniy sushilka. Ular bu yerda mana kiyimlarni yuvadi, bu yerda o'zini dejurnisi bo'ladi. Bizada mana onlayn do'kon bor. Kelganda mahkumaga yuz Face ID bilan aniqlab har biriga alohida raqam beriladi. Dokument kerak emas xullas. Bo'ldi. Keling, o'zingiz chiqib ko'rsating. Pulcha, pul. O'zini hisob raqami bo'ladi. O'zini shutiga yoziladi. Yaqinlari to'ldiradi. Uydagilar tomonidan tashlanadi, bular ishlaydi-ku. Ishlagan oyligidan o'zlari magazindan foydalanadi. Ya'ni bu yerda pul ishlab ham topsa bo'ladi. Ishlaydi bular, ishlab oylik olishadi. Oylik oladi. Ishlab. O'sha oyligi magazinga ishlasa, magazinga ishlatadi, uydagilari tomonidan bunga hisobiga pul tashashadi. Hammasi onlayn. Nima onlayn magazin aniq emas? Do'kon emas. Yo'q, do'kon emas. Biz hozir onlaynga o'tganmiz-ku, hozir hamma narsa onlayn. Mana do'konga kiradi.
Hozir mana 48 10 shot raqami. shu tizda qancha pulingiz bor? Qancha pulingiz bor? 220 ming pulim bor. O'zingizni pulingiz, ishlab topganmisiz uni? Ha, oylik olaman. Oylik olaman, zavxozdan 120 ta ayolga qarayman. Keyin bu yerda bu plus qilsa, bu savatga yig'iladi. Keyin zakaz beradi. Bizada 48 soat ichida tanlagan mahsulotni dostavka qilamiz. Sigaret olsa bo'lar ekan. Bor, tamaki mahsulotlar. Xullas, deyarli xohlagan narsa va mumkin narsa shu qamoqxonaga yopirish bor. Mana. Kiyim-kechaklar ham bor, hatto. Narxlari ham xuddi ko'chada qanaqa narx bo'lsa, xuddi shunaqa. Uni dostavka qilib xonangizgacha olib kelib berishadimi? Bu yoqqa olib keladi, qo'lida oladi. bular kvitantsiyasini olib turishadi, mana bu yerdan chek chiqadi tanlagan tovarlar. O'zida saqlaydi, dostavщик kelganda o'sha familiyasini aytadi, chekini beradi, nima zakaz qilgan bo'lsa, o'sha chek orqali qabul qilib oladi. Sektorda o'zini mana sport maydonchasi bor. Ya'ni voleybol o'ynasa bo'ladi, basketbol, bo'sh bo'lgan vaqtida shug'ullanadi. Vaqt beriladimi? Vaqt beriladi, o'zlariga bo'sh bo'lgan vaqtida shug'ullanishadi. Bu yerda bizani har bitta yashiklarimiz, bular xat yozishmalari bizada cheklanmagan. Inson huquqlarini himoya qilish vakiliga Bu o'zlari kelib ochishadi, o'zlari olib ketadi. nazorat prokuroriga ariza chiqadi. Prokuratura ular ham o'zlari kelib arizalarini olib ketadi. Bu xatlar uchun bu uydagilarga, yaqinlariga yozadi, bu yuqori turuvchi tashkilotlarga. Qaranglar, Firoza opa, kimdir bu yerda urib qiynashsa, inson huquqlarini himoya qilish vakiliga xat yuborish mumkin. Yuborish mumkin. Uni kalt o'zida turadi. Har 10 kunda, bir haftada bir marta kelib, ochib arizalarini olib ketadi. Jahongir aka, hurmatli prezidentimizni 6-mart kunida xotin-qizlar bayrami munosabatida o'tkazilgan tadbirda xotin-qizlarimiz, ya'ni ayollar koloni jazolanib o'tayotgan mahkumlarga oliy ta'lim muassasalarida o'qish imkoniyatini yaratib berganlar. Bugungi kunda jazoni ijro etish muassasalarida 2589 nafar ayollar jazo muddatini o'tamoqda. Jazoni o'tayotgan ayollarning 1239 nafari o'rta ma'lumot, na kasbi bor, na hunari bor. Ularning 443 nafari oliy ta'lim muassasalarida o'qish istagini bildirgan. Bunday xotin-qizlar bilan manzilli ishlash bo'yicha yangi hayot dasturini boshlaymiz. Mahkumlarga shu yerning o'zida imtihon topshirish, oliygohlarga kirish va masofaviy o'qish imkonini yaratib beramiz. Shuni boshlang'ich jarayonida biz mahkumalarimizni oliy ta'limga tayyorlash kursini tashkil qilganmiz. Ya'ni bu ikkinchi imkoniyat shu programmasi. Yangi hayot dasturi doirasida masofaviy, ya'ni oliy ta'limga tayyorlash bo'yicha kurs tashkil qilganmiz. Mexanizmlarni endi ishlab chiqyapmiz. Shu yerda bo'lib turib ham o'qishga kira oladi. Shunday. Ikkinchi hayotni boshla oladi. Oxirgi aytganda. Bu Bosh prokuratura akademiyasi bilan birgalikda Bosh prokuratura akademiyasining yordami bilan biz oliy ta'limga Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oliy ta'limga tayyorlash kursini tashkil qilgan biz Bosh prokuratura akademiyasi tomonidan mutaxassislarimiz oliy ta'limga topshirish istagi bo'lgan mahkumalarimizga o'sha yo'nalishlar kesimida mana masofaviy shaklda guruhlarga Tushundim, bu yerda dars ketyapti, tayyorgarlik ketyapti, institutga kirishganmi? Institutga kirishga. Haqqa, magistratura, bakalavriat? Yo'q, oliy ta'lim qaysi yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, oliy ta'limga topshirishadi, xudo xolasa. Любой institutga kirsa bo'ladimi? Любой institut. Shunday. Da, oshunami? Qanaqa ligotalari bormi yo? Ligotasi bor. Hurmatli prezidentimiz agar o'qishga kiradigan bo'lsa, ularga kontraktga kirgan taqdirda kontraktga suda tariqasida foizsiz suda ajratiladi. Oliy ta'limni tugatgandan keyingi jarayonda uni o'sha ishlagan anonsidan qarzi qaytarib olinadi. O'qish tugatish kerak, ishga joylashib. Ya'ni o'qishga kirishni davlat to'lab berishi mumkin, lekin 5 yil ishlab shu davlat xodimlaridek yopib berishi mumkin, to'g'rimi? Shunday. Qo'shimcha ravishda mana ingliz tili to'garagimiz ham bor. My name is Kanjana. I'm 21 years old. I was born in 2005. I come from Tajikistan. I live in Tajikistan, Dushanbe. Kechirasiz, siz bilan gaplashsam bo'ladimi? Можно с вами на камеру поговорить? Вы на узбекском понимаете? Ну, понимаю, да. Ну, можно, ну, по-русски нормально. По-русски лучше, да? Да. Я правильно понял, вы родом из Таджикистана? Да. Да? А как вы оказались тут? На аэропорте такое случилось. Какая статья? 165. Там было еще 273, но сломали на полотенце 273 и оставили только 165. Вымогательство, наркотик. Какой срок дали? 6 лет, 1 месяц. Сколько уже отсидели? Год 6 месяцев. Год 6 месяцев, да? Еще 4 года, да, примерно есть? Не, 1 год мы считали, но год 8 месяцев осталось срок зоны, год колонка осталась. А сколько вам лет? 21 стал. 21, да? Да.
А это вы чем занимались, что так На получилось? улице я работала тренер карате, 13 лет занималась спорт, работала тренер карате. Ну, там была, я в России была студентка, 3-й курс стюардесса была студентка. А мне пришло то, что пришлось, чтобы границы пересекать. Я тоже там была мигранте, иностранка. Каждый год надо границы пересекать. Я там границы пересекала, в аэропорте такой разбор случился. Родственники в Таджикистане? И у меня родственников нету. У меня родители расстались, у меня родственников нету. Папа единственный ребенок в семье. Папа, мама умер. Он сейчас в Китае. Нет, папа, мама есть? Нет, мама бросила, когда мне было 5 месяцев, и она ушла. Я вырастила бабушку, с бабушкой. А дети есть? Нет, я не замужем. Какие планы? Вот выйти есть желание, Ну, конечно, видите, это... стимул не потеряли в жизни? Ну, да, уставшая, но я жалею очень. Я очень жалею. Не, я Ну, говорю, я в любом жду случае, шанса. когда выйдете, как-то вот есть планы какие-то? Да, видите, у меня был договор, там я хочу, чтобы обратно учиться своего урока, потому что я 3 года 6 месяцев училась, мне осталось только до диплома 8 месяцев. Я могу обратно восстановить своего урока, 8 месяцев буду учиться, после 8 месяцев получать диплом, потом начинаю работать, потому что у меня постоянная прописка, там дом, все в Москве, Россия была. А, все в Москве. Я жила в А у вас Москве. паспорт узбекский? У меня 2 паспорта есть, не узбекский, таджикский и турецкий. 2 Мен гражданства. был Өзбекстан отырып бұтты. А, бұтты В аэропорте, я же сказала, в аэропорте случилось такое. Аэропортта қана қойшаңен, чумем машина. Да, когда мы пришли в аэропорте, рядом со мной был мой парень, который денег мы дали на другой. В Москве у него был знаком, в Ташкенте живет. Короче, он была барига, наркота продает. Он сделал так, я была рядом ее, и все. На ее поддельно. На ей дали. Да, Не, я не говорю, что вы виноваты, я имею в виду, как это произошло. Да, он просто 12 лет получил, как подельник, я была рядом. Там были То, что наркотики, да? Нет, наркотик не вышел от меня, от парня мой вышел. Ну, у него вышло, Да, я имею в виду. мне доказал, что от меня не вышел. Вы Но просто с ним то, были, что да? баригу спрашивает денег и наркота, если денег нету, дай наркоту. То, что он действительно был от нас должен, наша барига тоже сидит. Я понял, Просто ну на там их были сре- наркотики, да, как раз наркотики? Да, вообще? было. Да. Просто в середине этого человека я была. То, что мне спрашивали сотрудники, то, что это случилось, действительно, ты видел, это правда, то, что дал денег на наркотики, или это на их бизнес ты была, я сказала, что я не видела, я ничего не знаю, мой парень не виноват. То, что я обманула, мне дали тоже срок. Потому Я что понял. я сказала уже. Ну, планы есть потом. В Москву вернуться, Да, семью построить, учиться, да, работать, конечно. учиться, да? Да. Все, как вас зовут еще раз? Ганжина. Ганжина, да? Ганжина. Всё, удачи, Ганжин. Удачи вам желаю. Все, сил вам. Jahongir aka, bizlarning jazoni ijro etuvchi muassasalarimizda mahkumlarni kasblarga o'rgatish tizimi yo'lga qo'yilgan. Muassasalarimizda 10 dan oshiq kasblar turlari bo'yicha Hozir mana ko'rdik, o'rgatiladi. bakalavriatga tayyorlanishyapti. Endi yaqinda prezidentimizda 27-mart kunidagi yoshlarimiz jazo muddatini o'tayotgan yoshlarni zamonaviy kasb-hunarlarga o'rgatish bo'yicha qarorlari chiqdi. Shu doirasida ikkinchi imkoniyat loyihasi ishga tushdi. Bu bo'yicha Raqam texnologiya vazirligi, Unicorn Softga kattakon rahmat. Qashqadaryo, Navoiy, Toshkent viloyatlarida Bu loyihani o'zi dahshat. Ha, loyihani sababi statistika katta, odamlar retsidiv bo'lib qaytib kelishi ham Shunday. bu loyiha shu retsidivni kamaytirish uchun yo'naltirilgan, to'g'rimi? Odam shu Shunday. qamoqxonaga tushgandan keyin ikkinchi hayotni boshlay olish uchun. Shunday. Bu nima ekan? Bizani ikkinchi imkoniyat Assalomu bo'yicha mahkumalarimizda zamonaviy kasb-hunarlarga o'rgatish bo'yicha sinfxonamiz. Bu xonada kompyuter Assalomu alaykum. zamonaviy kasb-hunarlar shu yerda o'rgatiladi. Bu yerda bizani Unicorn Soft mas'ul xodimlari ham shu yerda tashrif buyurgan. Assalomu alaykum. Unicorn Soft mas'uliyati cheklangan jamiyatda direktorining bosh maslahatchisi Muzaffar aka. O'qituvchimiz bu mahkumalarimizga bu jarayon endi boshlandi. 1-iyundan boshlab bu mahkumlarimizga kompyuter savodxonligi yo'nalishi bo'yicha hamda ingliz tili, chet tillari bo'yicha fanlar o'tiladi. Ya'ni faqat institutga tayyorgarchilik emas, balki shu kasblarni ham shu yerda o'rganib Shunday. yurishsa bo'ladi, to'g'rimi? Nima fanlar o'tishadi bu yerda? Bu yerda zamonaviy kasb fanlari o'tiladi, asosan ingliz tili, tillar va dasturlash bo'yicha fanlar o'tiladi. To есть bu programmist qizlar. Shunday. Nima modda bo'yicha o'tib tushgansiz? Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan. Narkotikmi? Narkotik. Zbyt, торговля. Торговля. Sotgansiz. Kuryerlik qilgansiz. Yo'q, qo'lda. Qo'lda o'y sotgansiz. Nima narkotik? Mif. Основной mifodrom bo'lgan. Ha? Nimaga? Atrof muhitim yaxshi bo'lmagan. Da. Qayerda, Toshkentdan? Toshkentdan. Yashnobod. Uzoq faoliyat olib borganmisiz? O'zingiz ham iste'mol qilib ko'rganmisiz? Birinchi o'zim iste'mol qilib, keyin oldi sotdik. Shu yo'lga kirib ketib qolganman. Necha yil berishdi?
6 yil. 6 yil. Nima fikrga keldingiz endi bu ishga kirib? Dars bo'ldi. Mani yosh umrim, eng chiroyli vaqtlarim shu o'tib ketyapti. Men hozirgi men qatorli juda ko'p qizlar ko'chada shu narkotik yo'lga kirib ketganman. Tavsiya bermayman bu narsani. Yaxshiligiga olib kelmaydi, yo o'lim, yo qamoq, baribir oxir. По-любому ikkita yo'l. Yo o'limga, yo qamoqga olib boradi. Men bilardim bu narsani. Qachondir qamalishimni ham bilardim. Nimaga kimdir sizni o'tkazdi bu narsaga? Aura shunaqa bo'lgan. Yigitizmi? Yo'q, o'rtoqlarim основной. Ular ham qizlar. Kelibdi, ko'rtamni ko'rdim. Lekin uni tashlash qiyin-ku. Keyin chiqib yana iste'mol qilish niyati yo'q. Mana eng chiroyli vaqtlarim shu o'tib ketyapti. Hozir eng chiroyli vaqtlarim. Men turmushga chiqishim kerak, balkim o'qigan bo'lardim hozir. Shu mana 3 yil. Necha yildan keyin chiqasiz? Yana 1 yil zonam qoldi, yana 1 yil kolonkam qoldi. 2 yil uyoq bu yoq. Общий 2 yil. O'shandan 1 yil kolonkada o'tdi, onso'nroq. No plan bormi? Nima niyat endi chiqib? Men tengqurlarni o'sha erga tegib, o'qib, yo'lini topib ketib bo'lish. Va, endi unaqa fikrlasangiz, biz ham misol uchun 31 yoshda farzand ko'rganman. Kimdir 20 yoshda farzand ko'radi, hammani vaqti bor o'zini. Orzu-hayoslarim juda ham ko'p. Sindirib qo'ymaydingizmi o'zingizni? Yo'q. Sindirib qo'ymaydingizmi? Kuchliroq bo'ldim, aqlliroq bo'ldim. Kimligini bildim. Odamlarning yuzini bildim. Ota-onangiz kim? Onam bitta, onam o'zlari bor. Hammadan ko'p bo'lsa qilyaptilar. Eng sinib qolgan inson hozir shu. Men uchun jon kuydirayotgan, mendan ham battar qiynalayotgan inson onam. Boshqa hech kim. Na qarindoshlarim, na buvim, na tog'am, hech kim emas. Bitta inson. Tug'ildingizmi? Bo'ldimi? Обязательно. Bormaysizmi? Yo'ldagi boshqa? Karyera, o'qish, ish, hozir birinchi bo'lib o'qish. Chiqishim bilan o'qishimni qilaman. Erkak kishi sizni yash ko'rib qolsa qarab o'tirmaydimi? Men o'tmishga nima bo'lganga? Серьезно aytyapman. Shuning uchun, mayli, men просто от души aytyapman. Bunaqa eng yosh paytlarim o'tib ketyapti deb, men unda qari chol ekanman-da endi. Chiroyli vaqtlarimda mana hozir. O'zimga katta rahmat. Ishlaringizga omad, qarshi emasmiz video chiqishiga. Qo'shdim. Bo'lishingizga omad, rahmat katta. Charchaman. Ismingiz Shahnoza, tushunishim bo'yicha. Yoshingiz nechida, Shahnoza? 27 ga qarab ketganman. 27 ga qarab ketgansiz. Nima modda bo'yicha o'tib tushib qo'ygansiz? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan 7 yil ozodlikdan mahrum qilinganman. Men просто moddalarni unchalik tushunmayman. Nima deganim 97-modda? Odamlarga joniga qasd qilish. Ya'ni odam o'ldirib qo'ygansiz. Odam o'ldirib qo'yganman. Nimaga? Nima unaqa bo'lib qoldi? Janjal bo'lgan qo'shnim bilan, oilaviy, ularning oilasi, bizning oilamiz. Onamni o'rtasiga tushaman, ularning o'rtasiga tushaman deb, onamni himoya qilaman deb shunaqa vaziyat bo'lib qolgan. Turmush o'rtog'ingiz bilan emas, qo'shni bilan. Qo'shnim bilan, ha. Turmush o'rtog'im bor, oilam bor. Bir nafar farzandim bor. O'zingiz bilmay qilib qo'yganmisiz, tushunmaganmisiz qanday bo'lib qo'ygan yo nima? Janjal bo'lgan, stressda bo'lganman, nima bo'lganini o'zim bilmaganman, nima holat bo'layotganini, shu holatda onamni do'pposlayotgan holatda chiqib qolganman uyning ichkariga. Qo'shni onangizni urayotgan bo'lgan. Shunda oyingizni yonini olaman deb nima? Onamni himoya qilaman, ularning qo'lidan olaman deb kuchim yetmagandan keyin ular menga tashlanib ketishgan 3-4 ta bo'lib. Ularning qo'lidan qochib chiqib, uyga kirib, organ xodimlariga telefon qilaman, 02 qilaman deb telefonga kirganman. Telefon olib qo'limdan olib chiqayotgan paytim shayton yo'ldan urganmi bilmadim. Ko'zimga pichoq tashlanib qolgan. O'sha pichoq bilan uni qo'rqitaman deb o'ylab, bu pichoqni ko'rsa qo'rqib, qanaqangi inson bo'lsa ham baribir o'zini jonini himoya qilishga harakat qiladi deb o'ylaganman, lekin ularda unaqa narsa bo'lmagan. U naborot menga tashlanib ketib, men o'zimni ularni olib qochaman degan payt qo'limdagi pichoq unga kirib ketgan. Shu holatda u jon berdi. O'sha yerda o'zida. O'sha yerda. Necha 7 yil berishgan deyapsizmi? 7 yil berishgan. Necha yil o'tirib qo'ydingiz? 3 yil 4 oy bo'lyapti. Keyingi oy xudo xolasa sudga kiraman. Oilamni bag'riga boraman xudo xolasa. Oyingiz qanaqalar? Onamlar yaxshilar hozir. Yaxshimi? Yaxshi. Ya bu yerda endi men ishlashni davom etaman, sababi men ham bilmayman bu holatda qanaqa qilardim agar sizga haqiqatan ham qo'l ko'tarishgan bo'lsa. Endi avvalambor Xudoyu zakon bor bu narsaga. No, nima plan endi bu yerdan chiqib? Menga haqiqatan ham
hayot darsi bo'ldi bu yer. Qayerdadir xato qilgan bo'lishimiz mumkin, qayerdadir gunoh qilib qo'ygan bo'lishimiz mumkin, bilib bilmasdan. Shularni o'ylab tushunadigan joy ekan. Qilgan ishimdan pushaymonman. Hech bir insonni hayoti insonning qo'lida bo'lmash kerak ekan. Joni, hayoti, shu narsalarni tushunib yetdim. Yaxshi yomonni ko'rdim, bildim, tushunib yetdim. Bola chaqa bormi? Bolam bor, bir nafar farzandim bor. Hozir 8 yoshda, 1-sinfga bitirib, 2-sinfga qadam qo'yadi. Ko'rib turasizmi, kelib turadi? Ko'rib turaman. Oyingiz bilan birga ham? Onam bilan birga. Nima plan endi chiqib? Plan maqsadlar qo'yib qo'ydingizmi qanaqadir o'qish, ish? Juda ko'p maqsadlarim. Xudo xolasa o'qishga, birinchi o'chirda o'qishga topshirib, keyin ish. Qayerga kirmoqchisiz? Qiziqishim, universitetga qiziqaman. Vrachlik, vrach. Doktor. Bu yerda ham 2,5 yilday o'tdi, lekin ko'p narsani o'rgandim. Tikuv sexlariga borib, tikuvchilikka o'rgandim. Qiyinmi bo'tdi? O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Baribir oiladek, o'zimizni uyimizdek bo'la olmaydi hech ham. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Mayli. Doktor bo'lmoqchisiz? O'qib, xudo xolasa. Xudo xolasa, o'zi yoshligimdan shu narsani niyat qilaman. Chunki onam kasal bo'lsa ham, o'g'lim kasal bo'lsa ham, o'zim dori-darmonlariga qarab davolab yuradigan, o'qimagan bo'lsam ham harakat qilar edim. Chunki oilamiz o'rtacha oila bo'lgandan keyin onam bitta o'zi, dadamlar vafot etgan. Xudo xolasa buyog'iga endi o'zimiz yugursak, o'zimiz harakat qilsak, hamma narsaga erishsak bo'lar ekan. Mana ko'rdim, bilmagan edim. Tikuv igna ushlab ko'rgan inson emas edim ko'chada. Bo'tda ko'rdingiz? Ha, Xudo xolasa. Shahnoza ishlaringizga rivoj, shu onangizni, bolangizni ko'rish nasib qilsin. Hamma o'ylagan niyatlaringizga yetishing. Rahmat. Kuch sizga, sabr. Rahmat. Rahmat sizga. Hop. Ishlab chiqarish saxn hisoblanadi. Ikkinchi korpusi ham bo'ladi. Xuddi shunday. Bu yerda yashash korpusi, bu yerda ishlab chiqarish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlab chiqarish saxni, ishlab chiqarish hududiga bizda birinchi smena bor, ikkinchi smena bor. Xullas, ayollar qamoqxonasida ayollar ishlashi mumkin va shunga oylik oladi. Xuddi shu. O'rtancha qanaqa pul ishlasa bo'ladi bu yerda ishlab? Bu yerda bizda сдельный deydi, qilgan ishi uchun oylik yoziladi. Soatigami yo'q? Har bitta yo'q, har bitta tikishini o'zini operatsiyasi bor. O'sha operatsiyasida o'zini narxi belgilangan. Mana kalkulyatsiya deymiz buni. Biz zakaz olsak, har bitta narsani o'zimizni kalkulyatsiya qilamiz-da, uni qanchaga tikib berishimizni narxi chiqadi. Shuni ichida mahkumani oylik ish haqi ham o'tiradi. Oyiga necha pul ishlab topsa bo'ladi taxminan bu? Har xil. 200 ming oladigani ham bor, 2 million oladigani ham bor. Ya'ni 200 mingdan 2 milliongacha ishlab topsa bo'ladi. Va shu magazindan o'zini xursand qilib narsalar zakaz qilsa bo'ladi. Zakaz qilsa ham bo'ladi, ko'pi bular uydagilariga ham pul yuborishadi. Shu yerda ishlab turadi. Shu yerda ishlab, денежный перевод qilib uydagilariga pul yuboradi. Bu hozir tikuv sexiga kelyapmiz, Bu tikuv sexi. Lavruza bu kiyimlarni kim olib ketadi ekan? Bu kompaniya zakaz qiladimi? Ha, bizga davlat tomonidan zakaz tushadi, tadbirkorlar zakaz berishadi. Alaykum assalom. Biz har xil tadbirkorlar tomonidan ham zakaz olamiz, go'z zakaz ham olamiz. Mana formalarni qizlariga yubkalarini hozir shu yerda o'zida tikilyapti. Shu yerda o'zida. Belyollar. Bizda kroyni, belyo, nima zakaz bo'lsa, xuddi shu zakazlarni olib, mana liniya qo'yilgan, har birining o'zining operatsiyasi bor, har biri o'zining operatsiyasini qiladi. Shunga qarab ularga oylik yoziladi. Aylanib chiqamiz ham? Da. Tushunishim bo'yicha bu yerda qo'riqchilar qizlar, nazoratchi qizlar bu yerda yurishadi. Nechidan nechigacha ishlashadi? Birinchi smena soat 7 ertalab 9 dan ish boshlanadi. Soat o'sha 6 da ishi tugaydi. Siyom bo'lib yoqqa o'tguncha 7 bo'ladi. Ikkinchi smenamiz shu 7 dan 11-12 gacha ishlashadi. Uchinchi smena o'zi unaqa ko'p bo'lmaydi. Agar срочный zakaz, hozir menda срочный zakaz bor edi, shim bilan yubkam срочный edi. O'shaning uchun uchinchi smena ochib, желающиlar o'sha uchinchi smena qolib zakazni biza zakaz bergan kompaniyasiga pul to'laydimi? Da, tikishiga pul olamiz-ku. U pul shu qamoqxona shu yerga ketadimi shunda? Ha, bizning uni обеспеченияsiga, shu ovqatga mahkumni o'zini oyligini ta'bil asosida yopib, uni hisobiga o'tkazamiz. Qolgani qamoqxona rasxodlari ketadi. Shunaqa.
Dilafruz bitta savolim bor sizlarga. Shu qamoqxonada смотрящий bo'ladi deyshadi. Xonada rostdanmi? Bormi shunaqa narsa yo'qmi? Yo'q. Bizda unaqa смотрящий degan termin bilaman, ko'chada ishlatilishi mumkin. Kinolarda, seriallarda ko'rganmiz. Lekin bizda unaqa narsa yo'q. Bizda faqat o'sha otryadlarda o'sha liderlik qobiliyatiga ega bo'lgan, o'sha otryadni birlashtiradigan, so'zini o'tkazadigan, o'sha mahkumalarga qaraydigan, ularning tozaligiga qaraydigan, ularni doimiy ravishda o'sha nazorat qilib qarab turadigan bitta zavxoz degan lavozim bo'ladi. O'sha zavxozlar otryadiga как вот bog'chalarda ham bog'chapa bo'ladi-yu, xuddi shunaqa tartibda har bitta otryadning o'zini zavxozi bor. Atak u siz aytayotgan смотрящий, qarab turish, положение unaqa narsalar bizda yo'q. Unaqa sochini tashlab kirish, sochini ko'tarsa hurmati bor, yo'q, unaqa narsalar yo'q. Kinolarda ko'rgansiz narsalar yo'q. Bizda yo'q unaqa narsa. Dilafruza bu uchun отдельный bitta like. Odam qamalyapti. Avtozakda keldi, avtozakda. Birinchi kuni qanaqa o'tadi? Qamalganda avtozakda kelsa, biz uni boya aytganimizdek, bizada ko'nikma xonasi bor. Karantin deydi. Ko'nikma bo'limi. O'shda mahkuma 14 kun saqlanadi. Bitta o'sha koloniyaga moslashuvi, bitta ichki tartib qoidalari tushuntiradi. Ya'ni kuni qanaqa o'tadi birinchi mana keladi, kimlarni topshiradi? Karantinga o'tadi, psixologik testda topshiradi. Karantinda o'tda o'zini o'sha psixologlar kiradi, ular bilan shug'ullanadi, mahkuma bilan. Uyiga telefon beramiz, kelganligini aytadi. Normalni qabul qiladi, unaqa muammoli joyi yo'q. Mahkumani kuni qanday o'tadi? Mana nechida podiyom? Kun tartibi bo'yicha ertalab 6 da turishadi. Podiyom 6 da. 6:30 gacha bular o'zini shaxsiy ishi yuvinadi, chaynadi, shaxsiy ishi bilan shug'ullanadi. 6:30 dan уже bularni zavtragi boshlanadi. 7:30 gacha endi biz otryad, sektor deb tushuntirdim-ku, zavtragini qilishadi. Keyin zavtrak bo'lganda sразу bular katta platsga taxlanib, bular ishlab chiqarishga o'tish uchun taxlanadi sektor bo'yicha. Ishlab chiqarish hududiga ishga o'tadi. Faqat u mana bu eshiklar yopib, syom bo'lib o'tguncha o'sha bu yerda 8:30 bo'ladi. 9 da ish vaqti boshlanadi. 9 dan bular ish vaqti boshlanib 6 gacha ishlashadi. Obedda bularni o'sha 12:30 yo'q, ishlab chiqarish hududida o'zini obed qiladigan oshxonasi alohida, отдельно. Yashash sahnaniki o'zini boya ko'rganingizdek ovqatlanadigan joy. 12:30 dan 2:30 gacha bularni obed mahali hisoblanadi. 6 dan keyin bu yoqdan o'sha syom boshlanadi. Yana xuddi shunaqa tartibda o'tishadi o'zini yashash sahniga, o'tda o'zini shaxsiy ishlari bilan shug'ullanadi. Kunduzi o'sha ishdan qolganlari axborotlar soati bor bularni boya kirganda otryadda o'tirgan axborotlar soatlari o'tishadi. Yakshanba kuni dam kuni? Yakshanba kuni dam kuni hisoblanadi. Atboy nechida? Atboy 10 da. 10 da o'sha atboy beriladi, bo'ldi. Shanba kunlari atboy 11 da qilamiz, chunki yakshanba kuni bular dam olishadi. Yakshanba kuni ular o'zini shaxsiy ishi bilan shug'ullanadi. Kirlarini yuvadi, banyaga borishadi. Haftada banniy dinlarimiz ham bor, otryad bo'yicha belgilangan. Qaysidir kuni bitta otryadniki, qaysidir kuni bitta otryadniki, bular banyaga borib, banniy din deydi, o'sha kirlarni yuvib kelishadi. Bo'ldi do'stlar, mana ayollar shu qamoqxonasini obzor qilib berdik. Dilafruza bilan menimcha отдельный like sazovorlar, sababi hammasini bordek javob berdilar, ko'rsatib berdilar. Hop biz tergov, markaziy tergov hibsxonasiga yo'l olamiz. Sizga rahmat. Bitta tavsiya berib qo'ying endi, mana 23 yil shu sohada ishlab qo'yib, nima deb qo'ygan bo'lasiz qizlarga? Nima tavsiya berardingiz? Nima tavsiya beraman? Hozirgi zamonda, hozirgi yaratilayotgan sharoitlardan har bitta shaxs unumli foydalanish kerak. O'qish kerak, yaxshi joylarga ishga kirish kerak, oila, mana adashib kelganlar qancha bor, hozir mana ko'rdingiz. Jinoyat sodir, qasddan jinoyat sodir qilganlar bor. Birovga ishonib. Birovga ishonib. Azizga haq yetib keldik biz. Jahongir aka, hozir biz jazoni ijro etish muassasalari faoliyati bilan tanishdik. Endi sud va tergov ixtiyoridagi shaxslar saqlanadigan markaziy tergov xonasiga keldik. Toshturmaga. Ya'ni xalq tili bilan aytiladigan toshturma. Endi bugungi kunda biz xalqaro standartlarga moslashtirayotgan markaziy tergov xonasi. Ya'ni o'sha Optovning oldidagi bo'lgan toshturma shu ko'cha. Yunusobod tumanida joylashgan tergov xonasi oldin birinchi tergov xona deyilgan, bugungi kunda markaziy tergov xona deb nomlanadi. Markaziy tergov xona boshlig'ining o'rinbosari Zohid aka hamda Jazoni ijro etish departamenti boshlig'ining axborot texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha o'rinbosarlari Farhod aka, markaziy tergov xonasi faoliyatini yoritishga
amaliy yordam beradilar. Eng katta farqi ayollar shu qamoqxonasida bu уже jazo ko'rayotgan odamlar edi. Bu yerda hali aybdor emas, tergov ketayotgan odamlar shu yerga keladi. Shunday, sud hukmi chiqmagan tergovchilar jinoyat ish qo'zg'atib, o'sha jinoyatchini protsesda ketayotgan jarayondagi hamda sudni ixtiyorida, sudni muzokarasi davom etib, hali hukmi chiqmagan shaxslar saqlanadigan tergovsiz xona. Zohid aka, sizga savolim, shu qamoqni boshlig'ini o'rinbosarisiz, to'g'rimi? Shunaqa. Necha yildan beri ishlaysiz bu yerda? Bu yerda kelganimga 2 yil bo'ldi. 2 yil? Undan oldinchi? Undan oldin Chirchiqda joylashgan koloniyada ishlaganman. Shu постоянно koloniya qamoqxonada ishlaganmisiz? Faqat o'zimizni tizimda ishlagan. Общий necha yil o'qigan? 18 yil bo'ldi. 18 yildan beri shu yerda. Farhod aka, tushunishim bo'yicha remont ishlari ketyapti kirishda. Qandoq qamoqxonaga kirsa bo'ladi, qandoq chiqsa bo'ladi? Tergov hibsxonalariga kirish tartibi bor. O'zimizning me'yoriy hujjatlarda belgilab berilgan tartib bor. Bu yerga kirishda oyoq kiyimlarni yechib, shu aeroport rejimida tekshirilib, polni kiriladi. Xuddi shunaqa. Mana telefon qilsa bo'ladimi bu yerdan yo'qmi? Yo'q, mumkin emas. Telefon. Advokat telefon qilishga mumkin. Ha, mumkin advokatga. Xodimlarga ham mumkin emas telefon. Ular hech kimga, faqat advokatga mumkin. Birinchi gumonlanuvchi shaxs kelganda tushiriladi. Tushirilgandan keyin ichkariga ya'ni avtozak masjidga keladi. Avtozak masjidga keladi, shu yerda tushirilib tergov xonasiga olib kelingan shaxslar qabul bokslariga saqlanadi. Kirib ko'rsak bo'ladi? Bo'ladi, bemalol. Qani? Ha, bu yerda hojatxonasi bor o'zini. Bu yerda hojatxonasi bor, kutib turadi. Keldi, qabulxonada o'tirdi, o'chirdi keldi, nima bo'ladi? Ringgan bo'ladimi? O'chirib kelgandan keyin u bosqichma-bosqich uni barmoq izi olinadi, ma'lumotlari kiritiladi. Undan tashqari tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Tan jarohati bormi, yo'qmi? Tanasida tan jarohati bor yoki yo'qligi o'rganib chiqilinadi tibbiy xodim tomonidan. Har kuni qabul bo'limida tibbiy xodimlar xizmat olib boradi-da, ular tomonidan olib kelingan har bitta shaxsda tanasida tan jarohati bor yoki yo'q o'rganib chiqilinadi. Bu nimaga qilinadi? O'sha shaxsga nisbatan muqaddam tan jarohati qanaqadir qiynoq holatlari bo'lganmi, bu olib kelingan tergov bilan bog'liq, sud bilan bog'liq bo'lgan jarayonlardan keyin. Ya'ni odamni urish qiynash mumkin emas. Mumkin emas. U borib keyin shikoyat bera oladi, mana tan jarohati yo'q edi, mana oldim deb. Shunday. O'zi etap-etap o'tib chiqadimi degan, psixolog xonasi, barmoq izlarini olish xonasi, qon tashxisini olish xonasi, tibbiyot bo'limi, tintuv xonasi. Polni proverkadan o'tadi kelgan odam. To'liq tekshiruvdan o'tkazilib, kameralarga taqsimlanadi. Sartarosh xonasi aytgancha, kelgan odam sochini oldirishi majburmi? Sochi kaltalanadi, ya'ni o'sib ketgan juda ham bir sanitariya talablariga javob berilmaydigan bo'lsa, uni sochini kaltalaymiz. Bitta o'sha o'rinda bo'lish kerak-da hamma. Shunday. Idish tovoq tarqatish xonasi ham bor ekan. Bu har bitta o'sha kontingent uchun oziq-ovqat. Har bitta odamning o'zini idish tovog'i bo'ladi. Shunday. Jazoni ijro etish muassasalari saqlanayotgan mahkumlarni yaqin qarindoshlari bilan masofali video uchrashuv huquqini ta'minlab berish uchun video uchrashuv qurilmasi, press online qurilmasi hisoblanadi. Nechimni gaplashsa bo'ladi? Yaqinda o'zgartirish kiritildi. Har bitta mahkum 30 minutgacha video zvonok bo'yicha gaplashsa bo'ladi. Shunday. Farhodga hozir qayerda bizi? Hozir bizlar mana markaziy tergov hibsxonasini yangi qurilgan binosidamiz. Hozir biza turgan bu birinchi qavatimiz asosan kelgan bu yerga keltirilgan gumonlanuvchilarni o'z advokatlari bilan uchrashuvni ta'minlab beradigan koridor hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, o'zaro suhbatga sharoit yaratilgan 52 ta shunaqa xona. 50 ta shunaqa xonamiz bor. Birinchi va ikkinchi qavatimizda. Bizlar hozir to'liq raqamlashtirish borasida loyihalarni boshladik. Qamoqxonalar bo'yicha. Xuddi shunday. Adliya vazirligi bilan hamkorlikda ishladik. Adliya vazirligida e-advokat tizimi, axborot tizimi bor. Bizda e-mahkum axborot tizimi bor. O'sha ikkala axborot tizimini o'zaro integratsiya qilgan holda navbat olishni elektron ko'rinishga o'tkazdik. Shu yerga endi advokatlar onlayn o'chiridini olib, mijoz bilan uchrashuvga kelsa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Oldin o'chiridda turishardi. Xuddi shunaqa. Endi buni bitta yaxshi tomonini ko'rsatib beraman. Bizlarda 50 ta xonada nechtasi bo'sh yoki nechtasi band qilinganligini advokatlar o'zining tizimida ko'rib turadi. Zohid aka, tushunishim bo'yicha bu mana izolyatorlar boshlanyaptimi bu yerdan? Bu yerdan kirganingizda o'sha ayblanuvchilarni yuvinish xonasi. Yuvinish xona yana отдельный bo'ladi. Alohida bo'ladi. Alohida. Bitta kirganda 8 tasi, 10 tasi bemalol yuvinib chiqib ketadi. Birdaniga shunaqa bo'ladi. Birdaniga 10 tasi yuvinib chiqib ketadi. Qo'rqinch qarab turadimi shunda? Обязательно. Ha?
To есть belgilangan vaqtda cho'milishadimi yo xohlagan payti chiqib O'zini bo'ladi? grafiki bo'ladi. Markaziy tergov xizmasi boshlig'i tomonidan belgilangan kun tartibi bor. O'shanda grafik bo'yicha chiqishadi. Grafik asosida chiqadi. Bir haftada bir martaga ruxsat beriladi. Dushga mumkin-a? Mumkin. Tushunchim bo'yicha intizomiy bo'lim kamerasi bu izolyatormi? Belgilangan tartib qoidani qo'pol ravishda buzganlar 10 sutkagacha kiritiladi. Ko'p chiqaylik bitta. Bitta o'zi o'tiradi bu yerda. Bitta o'zi o'tiradi. Bu kunduz kuni ko'tarilib qo'yiladi. Ko'tarilib qo'yiladi. Faqat soat 10 da tushiriladi. Uyquga ruxsat berilganda tushiriladi. Bu yoqda nazoratchi xodim tarafidan tushiriladi. Tortsa tushadi. Nima narushение qilib qo'yishi mumkin? Xodimga qo'pol muomalada yoki bo'lmasa o'zi bilan saqlanayotgan ayblanuvchini haqorat qilib qo'yishi mumkin. Bir-biri bilan urushib qolishi mumkin yoki bo'lmasa taqiqlangan buyumlardan foydalansa va hokazo. Buning turlari ko'p. Tosh turmani kamerasini obzori mana Mirzohid aka bilan shu yerda qamoqxonani boshlig'ini o'rinbosarlari qisqa tushuntirib bersangiz, eshiklarni men tushunishim bo'yicha bu yerda qo'riqchi yuradi. To'g'rimi? Doim nazoratchi. Nazoratchi 24/7. 24/7. Bu yerda bitta klub, ikkinchi klub tushunishim bo'yicha bu uchinchisi? Uchinchisi. Aha, и to'rtinchisi ham bor ekan. To'rtinchisi ham bor. A bu nima kerak? Ovqatlarni tarqatish uchun beriladi. Ovqat shu yerdan bitta ovqatni tarqatib beriladi. Aha. Buni ochdik, yana bitta eshik bor ekan. Ochilganda mana bu 90 gradus ochilishi kerak. Nimaga? Oxirigacha ochilmas ekan do'stlar. Ochilishini sababi bu birdaniga hammasi bostirib chiqib ketmasligini oldini olish, bitta chiqarish uchun. То есть texnika безопасности, ha? Bu-chi oxirigacha ochiladimi? Yo'q, bu ham. Ha, bu ham. Bu ochilmagandan keyin bu ham ochilmaydi. То есть bostirib chiqib keta olmaydi-da. Bostirib chiqib keta olmaydi, bitta kishi sig'adi. Kiramiz endi. Bu mana kamera boshlandi. Bu kamera bu yerda sig'imi 14 kishilik. O'sha me'yoriy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yurolga asosan har bir ayblanuvchiga 2,5 metr kvadrat belgilangan. Tushunishim bo'yicha pasuvda hammasi mana bunaqa bo'ladi, temirlar. Hammasi shunaqa bo'ladi. Hammada o'ziniki belgilangan bo'ladi. Kelganda boya ko'rdinglar-ku, idish tarqatish falan. O'sha yerda beriladi. O'sha yerda o'zida o'sha birinchi etajda beriladi. Yangi kelgan paytida beriladi bu narsa. Hammasiga bitta miska, bitta krujka, qoshiq. Kuni qanaqa boshlanadi mana tosh turmada? Buni ertalab 6 dan podyom, keyin yuvinish, tayyorgarlik, tergovga chiqadigan bo'lsa tergovga, sudga chiqadigan bo'lsa sudga, zaifga bo'ladi. O'shanga asosan endi har kun chiqmaydi, o'zi belgilangan muddati bo'ladi yo'qdan. Sayrgohi bor deb eshitdim bu yerda. Bir kunda bir marta sayrgohi bor. Qayerda sigaret cheksa bo'ladi? Sayrgohga chiqqandan keyin o'sha yerda chekadi. Zonasi bor, joyi. Joyi bor. Belgilangan joy qilingan. Adboy nechida? Adboy 10 da. 10 da. Haligacha смотрящий degan narsa bormi? Yo'q. Unaqa narsa. To есть anu kinolarda aytishadi-yu, sochini tashadi, bosding, ko'tarsa. Yo'q-a? Yo'q. No starshi bo'ladimi misol uchun? Xonada javobgar ham bo'lmaydi. Har kuni o'zini ichidan bitta navbatchi bo'ladi. Tozalikka joy beradi. Galma-galdan navbatchi bo'ladi. O'sha bir kunda bittasi navbatchi bo'lsa, o'sha tozalikka o'sha javob beradi. Ertasi kuni ikkinchisi mana shunaqa o'zligi grafik qilib olishadi. Bu tushunishim bo'yicha Zohid aka hojatxona. Hojatxonasi. Bitta hammaga. 14 odamga bitta. Rakvina bor, ya'ni dush dos bir haftada bir marta, lekin shu yerda yuvilsa bo'ladi. Bitta yuvaveradi bemalol. Tushunishim bo'yicha har bitta kamerada kamera ham bor. Har birida video kuzatuv moslamasi qo'yilgan. Bu nazoratchilardan tashqari o'zimiz ham video moslama orqali kuzatib turishimiz uchun. Oynalarni ochish imkoniyati bormi? Oynani ochish imkoniyati bor. To есть bu tarafda mana ochib qo'ysa bo'ladi, toza havo. Panjaralarimiz bor. Shuning uchun havo almashtirish paytida o'zi ochib forchkasini ochib beraman. Zohid aka 18 yildan beri shu qamoqxonalarda ishlaysiz, koloniya qamoqxonalarida bir marta bo'lsa ham kimdir qochishga uringanmi? Yo, qochganmi? Yo'q, unaqasi oxirgi paytlarda bo'lmagan, kuzatilmagan qochishga urinish. 2 yildan beri tosh turmada shunaqasi bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. 2 yildan beri umuman harakat ham qilib ko'rishmaganmi? Yo'q, harakat ham qilib ko'rmagan, chunki harakat ham qila olmaydi. Nazorat kuchli bu yerda. Hamma joy panjaralar bilan o'rangan, video kameralar, nazoratchilar. Suiqasd qilganda cho'zilgan. Suiqasd qilganlar bo'ladi. O'zini kesishi
o'zini osishi, harakatli bo'ladi. U qachonki bo'ladi? Kimlardir o'ziga yengil sharoit yaratish maqsadida bo'ladi. Yoki bo'lmasam uydagilardan xavotir olib, siqilib, bir xil shunaqa xarakterlilar bor. Psixologik. Misol uchun suiqasd qilaman desa, kamera bor. Kamera bor, sun'iy intellektu aniqlab signalni beradi. Azaki qaq ko'tarildik biz. Tergovxonada saqlanayotgan shaxslarni sayr qiladigan joyga chiqdik. Ya'ni har bitta tergovxonada saqlanayotgan shaxslar har kuni davomiylik 1 soatgacha davom etadigan sayr qilish huquqi bor. Ushbu joyga chiqib, bemalol harakatlanib yuradi, sigaret chekadi. Bu yerda ham deyarli kameralar bor bo'ladi, u har. Shunday ham nazorat qilish uchun buni ochib ko'rish mumkin. Bu sayrgohning ichki qismi. Tepasi ochiq bo'ladi, bu toza havo. Tomda bizada. Shunday ham. Bu sigaret cheksa bo'ladimi? Bu yerda aylanib yuradi, harakatlanadi. Shu tartibda 1 soat davomida shu yerda harakatlanib, toza havodan nafas olib, sigaret chekib, o'zidagi stresslarni yo'qotishga harakat qiladi. Kuniga 1 soat. Kuniga 1 soat. Yaqinda Senatimiz tomonidan bitta qonun ma'qullandi. Bayram va dam olish kunlari yana qo'shimcha ravishda 1 soatdan bularga sayr qilish beriladi. Cho'zish bo'yicha u endi prezidentimiz tomonidan imzolangandan keyin chiqadi. Do'stlar, Shahrizodaga shu respublika bo'yicha qamoqxonalarni press slujbasini boshlig'isi so'raman. Matbuot kotibi. Matbuot kotibisiz-da. Nimaga bu yerda hadislar yozilganmi? Endi mana musulmon bandaning husni xulqini jannatga kiritadi. Albatta. Hadislardan, Qur'ondan, misol uchun oyatlarimizdan qo'yib qolaversa, hikmatli so'zlarimizni yozishimizdan maqsad shu yerda jazo muddatini o'tayotgan shaxs shu hududdan o'tganda ham, qaytganda ham tashqi hududga qo'yamiz bu gaplarni, hikmatli so'zlarni ichkari hududda qo'yamiz. Ular o'tadimi bu yerda? Albatta, turgan joyimizdan. Belgilangan o'zini sahnlarimiz bor. O'sha sahnlarga qo'yiladi. Misol uchun mana Markaziy tergov hibsxonasining sahni hisoblansa, tashqi hudud. Shu yerdan shu o'tganda ham, qaytganda ham shu gapga o'qib, xulosa qilib, tarbiyaviy ahamiyatini olib o'ziga fikrlash uchun bunaqa gaplarni qo'yamiz. Bu narsani bir xil mana shu ko'rib turganingizdek oq dizaynda butun respublikamiz bo'yicha jazoni ijro etish muassasalarida tatbiq qilganmiz. Hamma muassasalarda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Jahongir aka, bu tergovxonada saqlanayotgan shaxslarning qisqa muddatli uchrashuv xonasi. Bu tergov, sud, prokuror ixtiyoridagi ishlar bo'yicha, prokuratura tergovchilar ixtiyoridagi ishlar bo'yicha ularni ruxsat asosida amalga oshiriladi. Ko'rsa bo'ladi, yaqinlar bilan. O'zini yaqin qarindoshlari bilan shu joyda uchrashuvlarni amalga oshiradi. Bu fuqarolarimizni kutish zali. Yaqin qarindoshlari o'sha tergovxonasida saqlanayotgan shaxslardan yaqindan kutib turishadi chiqqancha bu yerda. Kutib turadi to mahbus, ya'ni ushlangan qamoqqa olingan shaxs kelgunga qadar shu joyda kutib turadi. Keyin qayerda ko'rishadi? Jazoni ijro etish koloniyasida ko'rganimizdagi kabi ikki tomondan. Bu ana kinodagimi? Shunday. Ya'ni u yerda kim? U tomonda mahbus bo'ladi, bu tomonda mahbusda qarindoshi, yaqinlari. Shu yerga keladi, shu telefon bilan gaplashadi. Shunday. Qancha vaqt beriladi? 2 soat. 2 soat beriladi. 2 soatgacha. 2 soat gaplashsa bo'ladi. Eslatib o'tishimiz kerak, biz Tosh tumani yangi binosida biz 20 kundan keyin ishga tushadi. Shu yerda o'zida 14 ta bo'lgan bo'lsa, bu yerda 36 ta birdaniga qisqa uchrashuv o'tkazadigan xonalar qilingan. Tergovxonada saqlayotgan shaxslarning yaqin qarindoshlari bilan uchrashuv bilan bog'liq bo'lgan muammomiz hamda advokatlar bilan bog'liq bo'lgan uchrashuvdagi muammolarimiz mana bu yangi ma'muriy binomiz orqali, tartibot binosi orqali to'liq yechiladi. Muammo qolmaydi. Do'stlar, biz O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar huzuridagi jazoni ijro etish departamentiga mehmon keldik, to'g'rimi? Xuddi shunday. Qisqa aylanib chiqamiz. Call center ham bor ekan, call centerdan ham ko'raveramiz. Albatta. Ketdi. Farhod aka oddiy til bilan qilib aytganda, bu departament shu butun respublikadagi qamoqxonalarni boshqaradi. Koloniya, qamoqxona,
Hammasini. Shunaqa. O'zi nechta organizatsiya bor shunaqa? 49 ta muassasamiz bor. Shu 49 ta muassasasi hammasi mana shu siz ko'rib turgan binodan boshqaradi. Respublika bo'yicha. Respublika bo'yicha barcha ma'muriyat, rahbariyat hammasi mana shu yerda o'tiradi. Boshqaruv apparat mana shu yerda. Nechta odam ishlaydi bu departament o'zida? Bu yerda bir 200 dan ziyod xodim ishlaydi. 200 tadan ko'p odam ishlaydi. 200 dan ziyod. Mana hozir biz ko'rmoqchi bo'lgan joyimiz bu hurmatli vazirimizning tashabbusi bilan departament boshlig'ining sa'y-harakatlari bilan kichkina o'zimizning departamentga call center ochdik. Call centerimiz bugun to'liq ishga tushgan. Fuqarolarimiz oldin bo'lmagan. Oldin bo'lmagan. Bu mana 20 kunga yaqin bo'ldi ishlab turibdi. Bu 20 kun oldin ochildi. Xuddi shunday. Bu call centerimizning oldiga qo'yilgan vazifa shundan iborat. Ya'ni fuqarolarimizdan kelayotgan murojaatlar barchasi mana shu yerda xodimlarimiz tomonidan qabul qilinadi. Bu yerda mutaxassis xodimlarimiz. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek 4 ta operatorimiz bor. Ular 24 ga 7 ishlashadi. Qaysi nomer bo'yicha qabul qilishadi? Raqamini ham aytib o'tib ketaman, bu yaxshi bo'ladi. Yozib qo'yamiz. 71 kodi bilan 207 27 77 raqamlari bilan to'g'ridan-to'g'ri departamentni call centerga ulanish mumkin. Nima masalalarni hal qilsa bo'ladi? Bu yerda asosiy masalalar juda ko'pchiligi mahkumlarning yaqin qarindoshlaridan bo'ladi. Ya'ni o'sha yaqin qarindoshini qaysi muassasada o'tirganligi yoki uni uchrashuv muddati kelmaganligi, qancha muddatda ozodlikka chiqish mumkinligi va hokazo shu. Polni konsultatsiya. Shu bilan hammasini bu yerda mutaxassislarimiz o'tiribdi. Hammasi avtomatlashtirilgan, to'g'ridan-to'g'ri o'sha bo'lgan murojaatlar hamma ma'lumotligisi bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu yerda axborot tizimlarimizni ulab berganmiz. Mahkumlar to'g'risidagi axborotni onlayn rejimda bular chiqarib ko'rib, bazaga kirib ko'radi. Dostoverniy informatsiya beradi. Ma'muriy binomizga kirib bir tanishtiramiz. Ketdi. Yuring. Farhod aka. Do'stlar, shu qamoqxonaning boshqaruvida axborot texnologiyalarini rivojlantirish bo'limi bor. Ya'ni qamoqxonalar ham raqamliylashtiryapti. Xuddi shunaqa. Telefonlaridan boshlab, kirishlardan boshlab, advokatlar ko'rishuvidan boshlab yana maqsadlar kattadir. To'g'ri aytdingiz Jahongir aka. Bu hozir juda ham katta loyihalarni boshlab qo'yganmiz. Yuqorida ham aytdim. Butun jarayonni hammasi to'liq raqamlashtiriladi. 100%. Kiringlar, marhamat. Bu Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar bola? Sog' ish jarayoni xodimlarimiz. Bu yerda bo'lim xodimlarimiz o'tiradi. Agar bu yoqqa qaraydigan bo'lsa, bu yerda dasturchilarimiz hammasini Assalomu chaqirib alaykum. Yaxshimisizlar bola? Charchayotsizlar? Tushunishim bo'yicha mana qamoqxonaning programmistlari shunaqa bo'lyaptimi? Xuddi shunaqa. Endi mana bu grajdanskiy odam emas, bular programmistlar. Shu yerda shu programmalarni ishlab chiqarasizlar, to'g'rimi? Bu yerda dasturchilarimiz mana sizga aytib o'tdik. Bizani sohani to'g'ri raqamlashtiramiz deb. Raqamlashtirish bo'yicha dasturiy ta'minotni ishlab chiquvchi, bizlar bilan hamkorlik qiladigan tashkilot xodimlari bular. Ko'rib tursiz, bu bizani Jazoni ijrochi departamentining asosiy dasturiy ta'minoti. Butun ma'lumotlarimiz, mahkumlarning ma'lumotlari, tergov ostidagi xodimlar hammasining ma'lumotlari mana shu tizimga jamlangan. Bu tizimni ishlab chiqishimizdan asosiy maqsad shaffoflik ta'minlash, qonuniylik ta'minlash, qog'ozbozlikdan chekinish va ish jadalligini oshirish. Bu birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda mana mahkumlarni oila a'zolari, qarindoshlari, tergovchilar, advokatlariga qulaylik yaratish. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, qaysi tashkilot tomonidan tergov ostiga olingan bu sud harakatidagilar va sud hukmi chiqib mahkum maqomiga o'tib jazoni ijro etganlar. Bu nima degani? Etap kutayotganlar. Etap kutayotganlar degani bu sud hukmi chiqdi. Jazoni ijrosi ketish kerak. Etap kutib 436 tasi. Bu yaqin 4-5 kunda o'zi buyruq me'yorlari bor. O'sha me'yorlarga amal qilgan holda jazoni ijrosi. Tranzitdagilar chet elga ketadimi? Tranzitdagilar yo'q. Bir muassasadan boshqa muassasaga o'tkaziladiganlar yoki chet eldan olib kelinadiganlar. Xo'jalik xizmat. Xo'jalik xizmatdagilar bular mana tergov hibsxonamizda chiqish mumkin emas. Hech qaysi chiqmaydi. Lekin boshqa koloniyada xizmat o'tayotgan yangi og'ir jinoyat bo'lmaganlarni olib kelib bu yerda xizmatga, xo'jalik xizmatiga qo'yiladi. Bu yerda ma'lumotlarimizda ko'rib turibsizlar, nechtasi erkak jinsiga mansub, nechtasi ayol jinsiga, shuning ichidan nechtasi yoshlar, nogironlar, butun respublika bo'yicha. Familiya, ism, hamma danalari. Hamma danalari bor bizda. Advokatlar bilan bo'lgan kabi yaqin qarindoshlari ham mahkum bilan uchrashuv uchun MyGov platformasi orqali ro'yxatdan o'tib, shaxsini tasdiqlab, onlayn navbat ola oladi. Ya'ni oldingidek ariza yozib, kutib, u arizasi qachon bo'ladi, bo'lmaydi, yo'q. Hammasi avtomatlashtirilgan, raqamlashtirilgan. Raqamlashtirishda bu mahkumning huquqi, bu uchun hech kim ruxsat bermaydi.
tizim o'zi avtomat ruxsat beradi. Faqatgina advokatlar emas, balki shu qarindoshlar yaqinlari endi onlayn MyGov'dan zapis qilib, очередga turib, yaqinni ko'rib keta oladi. Xuddi shunaqa. Mana bizning yangi binomizni ko'rdingiz, shu yangi binomiz ishga tushishi bilan bu tizim ham birgalikda ishga tushadi. Do'stlar, mana shunaqa gaplar, loyiha o'z nihoyasiga yetib qoldi. Qamoqxona qanday ishlashini sizlarga ko'rsatib berdik. Shu ayollar qamoqxonasidan boshlab, shu временный следственный izolyatorlargacha, tosh turmalargacha ko'rsatib berdik. Bu degani endi O'zbekistonning eng yopiq organizatsiyalardan biri ochilgani, menimcha O'zbekistonimizda ko'p narsalar o'zgarayotganini bir dalolatlaridan biridir. Azaki nima deysiz endi? Nima tilay sizlardan mana? Yoshlarga hech kim jinoyat qilmasin, jazoni ijro etish masalalariga kelmasin. Avvalambor bizning maqsadimiz jazoni ijro etish tizimida inson huquqlarini ta'minlab berish, xalqaro standartlarga moslashtirish, bir korrupsiyadan xoli bir xalqchil tizimga aylantirish borasida amalga oshirgan ishlarimizni o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Asosiy maqsadimiz shu saqlanayotgan shaxslarning huquqlarini ta'minlab berish. Niyatli, yaxshi, o'zgarish katta. Yo'g'ini vaqt ko'rsatadi. Farqi sizdan nima? Mana ko'rib chiqdinglar bizning xizmat faoliyatimizni. Bizani mana yuqorida ham aytib o'tdim. Asosiy funksiyamiz bu jazo muqarrarligini ta'minlash. Lekin ko'rdinglar, shu bilan birgalikda bu yerga olib kelingan tergov ostidagi shaxslarning huquqlarini to'liq ta'minlab beryapmiz. Jazodan tashqari odamning huquqlari bor, buni ham rioya etilishi kerak. Avvalambor fuqarolarimizga tavsiyamiz, fikrlarimiz qonunlarga to'liq rioya qilsin, jinoyatchilikka aralashmasin. Bu muassasalarga kelish kimga nasib qilmasin. Bir so'z bilan qonun ustuvor, jazo muqarrar, hech kim jinoyatga qo'l urmasin. Asosiy tilayim yoshlarga, hozirgi kunda yoshlar o'rtasida jinoyatchilik ko'p, shuning uchun yoshlar to'g'ri yursin. Hech kimga bunaqa joylarni ko'rsatmasin. Tilayim shu. Sog' bo'linglar. Sizlardan like, izohda fikrlarni qoldiringlar. Mana shunaqa gap.